Assalamu alaikum. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasininki bugungi naq maydon programmasiga xush keldinglar aziz qarindoshlar. Men program riyosatchisi Farhat Yuronqash bo'laman. Buningdan keyin sizlar bilan mushu ekran orqali har kuni didorlashib turamiz, ko'rishib turamiz, sirdishimiz, muңishimiz aziz qarindoshlar. Sizlar ko'rayotganlar Dünya Uyghur Qurultiyiningki organ televiziyasi. Biz buningdan keyin mushu kanal orqali sizlarni Sharq Turkiston vaziyati, Xitoy vaziyati, dunyo vaziyati haqida, ya'ni Sharq Turkiston milliy harakatininki xalqarodagi taraqqiyot ahvoli haqida eng uchurlar bilan vaqtni ta'minlab turishtirishimiz. Ya'ni shundaqla mushu ekranimiz orqali biz ba'zi olimlarimiz bilan, diniy ulamolarimiz bilan, siyosiy faoliyatchilarimiz bilan ve turli sohadagi bizningki qo'lliq siyosiy faoliyatchilarimiz bilan pat-pat suhbat o'tkazish orqali sizlarni turli ma'lumotlardan xabardor qilishga tirishib turamiz aziz qarindoshlar. Tekrar hammanglarningki mushu soatinglar xayrli bo'lsin aziz qarindoshlar. Bugungi naq maydon suhbatimizningki temasi aziz qarindoshlar, biz buni vaqti oldin ushurma bergan sizlarga e'lon chiqargandik. Bugungi bu naq maydon suhbatimizningki asosiy temasi, asosiy mavzusi Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishida birlik kelishishga tegishli muhim nuqtalar. Ya'ni Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishida birlik kelishishga tegishli muhim nuqtalar degan mavzu ostida bo'ldi aziz qarindoshlar. Mening bu o'tirib qo'ygan, men hozir ta'kidlagan bu mavzu Uyg'ur Akademiyasi tarafidan yaqinda, ya'ni 11-12 kuni maxsus Uyg'ur Akademiyasi tarafidan tashkillangan maxsus bir akademiya hay'ati tarafidan tuzib chiqqan bir qo'llanmaninki mavzusi, qo'llanmaning temasi. Bu qo'llanma faqat maxsus Sharq Turkiston milliy mustaqillik ko'rishi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarimiz ve siyasi faoliyatchilarimiz uchun hozirlangan bir qo'llanma, intayin muhim aziz qarindoshlar. Zaten bu Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishimizda birlik kelishishga tegishli muhim nuqtalar nima? Buning hammanglar qachon qiziqdinglar, ham qiziqadigan bir tema. Birazdan keyin buni shohid bo'lasiz aziz qarindoshlar. Bu haqda sizlarga atrofli ma'lumot berish uchun mushu fikrni o'tirib qo'ygan ve maxsus akademik hay'at tashkillab hali ko'p vaqt chiqarib, ajr singdirib, izlanish olib berib, tadqiqot olib berib, bu Sharq Turkiston milliy ko'rishimizda birlik kelish tegishli muhim nuqtalar degan bu qo'llanmani hozirlab chiqqan Uyg'ur Akademiyasininki hozirgi ijroiya raisi bizningki Abdulhamid Qaraxon inimizni bugun naq maydon suhbatimizga taklif qildik. Mana ko'rib turibsizlar aziz qarindoshlar, sizlar ko'rayotgan ko'rganinglar. Buna bu ekran oldidagi bizning aziz qimmatli me'minimiz ve akademisyenimiz Uyg'ur Akademiyasininki sobiq raisi ve hozirgi ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon efendim bo'ldi. Hurmatli Abdulhamid Qaraxon, ataytan vaqtingizni chiqarib bu kechda bizning bu suhbatimizga qatnashib berganligingiz uchun sizga stansiyamiz nomidan tekrar rahmetimni bildiraman. Sizlarga ko'p rahmat. Bu qatimmo Sharq Turkistonlik aziz yurtdoshlarimdan ko'rishganingiz uchun ko'p minnatdor bo'laman. Qo'limdan kelishicha, aqlimdan yetishicha bu haqida tafsiliy ma'lumot berishga tirishaman. Ko'p rahmat sizlarga. Rahmat, hurmatli Abdulhamid Qaraxon efendim. Bayımı deb o'tdim. Siz bu masalan shu 11-18 kunda 10 kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan bu Dunyo Uyg'ur qurultiyininki sayqalida chaqirilgan Sharq Turkiston milliy kengashi yig'inidami maxsus mushu temada siz o'zingizning qarashlarini, ilmiy tadqiqotingizni qisqacha bir yerda o'tirib qo'ygan vaqt cheklanishi tufaylidan buni kam doirada o'tirib qurish imkoniyatingiz bo'lmadi. Biz biroz afsuslandik. Chunki siz o'tirib qo'ygan bu tema haqiqatan muhim bir tema hamda oldi bilan biz rasmiy temamizga kirishdan burun o'zingizni televizor ko'ruvchilarimizga qisqacha bir tunishtirib o'tsangiz xursand bo'lardim. Bo'ldi. Men vatanniki Qashqar Marilish noyisida tug'ilgan. 2004-yili Lanjou universitetiniki yadro ximiyasi kasbini bitirgan. 2009-yili İstanbul Texnik Üniversitesi'ndeki yadro enerjisi kesbini bitirgan.
Xo'sh. Men kichigimdan boshlab tabiiy fanda o'qigan bo'lsam-mu, ammo ijtimoiy fanlarga, tariximizga, ijtimoiy masalalarga qiziqatdim. Bu haqda ko'plab kitob o'qishga muyassar bo'ldim. Hozir 2012 yildan boshlab hozirgacha Turkiya Tashqi Turklar va qarindosh millatlar idorasida mutaxassis bo'lib ishlayapman. O'rta Osiyo mutaxassis bo'lib. 2009 yili Uyg'ur akademiyasi qurilgandan hozirgacha aralıqda turli o'xshamagan vazifalarni oldim. Hozir Uyg'ur akademiyasida ijroiya raisi bo'lib, akademiyaniki tashkilot ishlariga mas'ul bo'lib vazifa yutyapman. To'y qilgan 2 balam bor. Maşallah. Maşallah, Allah selamet kılsın. Köp xursand buldum. Aziz qarindoshlar, bu yerda Uyg'ur akademiyasi haqida qisqacha bir eskartib o'tay. Albatta, buningdagi Uyg'ur akademiyasining qurilish maqsadi, g'oyasi hozirgacha olib borgan ba'zi ilmiy tadqiqotlar haqida maxsus bir Abdulhamid inimiz bilan buningdagi maxsus bir suhbat o'rnalashtirish niyatimiz bor. Aziz qarindoshlar, hozirgacha bu sizlar bilasizlar, bu Uyg'ur akademiyasi qurilg'ili uzun bo'lmadi, ammo zo'r bir ta'sir qo'zg'adi, ta'sir bor. Chunki Uyg'ur akademiyasi bizningki muhojiratdagi, hijratdagi bizning asosli olimlarimiz, tadqiqotchilarimiz, akademisyenlarimiz yig'ilgan bir oliy, yuksak bir tadqiqot organi. Hozirgacha Uyg'ur akademiyasi Sharq Turkistonning turli sohalariga munosabatlik, davoyimizga munosabatlik, qimmatli ba'zi ilmiy asarlarni, ilmiy strategik plan programmalarni hazırlab chiqib, buni Dünya Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi tashkilotlarimizga, shunday siyosiy faoliyatlarimizga ta'minlab kelyapti va milliy harakatimizni qimmatli bir nazariyaviy asos bilan ilmiy, ya'ni ilmiy, real nazariyaviy asos bilan ta'minlab kelgan bir tadqiqot organi. Shundaqla Sharq Turkiston milliy harakatiningki muntazam xalqaro siyosatlarda sistemalik taraqqiy qilishdimi yaxshi bir kishilik rol o'ynab kelgan va bizningki muhojiratdagi xalqimizningki milliy va diniy mavjudligini saqlab qolishdimi, kimligini saqlab qolishdimi, bu vaqtda cho'ng ko'p roli bo'lgan bir qurilish. Aziz qarindoshlar, xo'sh, Abdulhamid ukam, bayman bu qatimki suhbatimizdagi asosiy mazmun deb o'tdim. Sizdan shuni so'ramoqchiman-da, bu Sharq Turkiston milliy Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishimizda birlik kelishga tegishli muhim nuqtalar sizcha qaysi? Bu vaqtda bir qisqacha buni bir izohlab o'tsangiz. Hammamizga ma'lum, 1933-yili 12 noyabrda va 1944-yili yana 12 noyabrda bizning 2 qatimliq jumhuriyatimiz qurildi. Bu cumhuriyet qurilib, bugungacha biz cumhuriyetimizni, mustaqilligimizni asliga keltirish uchun har xil yo'llarda kurash qilib kelyapmiz. Bu o'zimiz qilgan bu kurashda birlik kelishimiz bo'lgan, hammamiz bir og'izdan, bir yoqdan so'zlashga tegishli bo'lgan ba'zi muhim nuqtalar bor. Bular vatanninki nomi va millatimizning nomini inglizcha va latincha birlik keltirish. Undan keyin bayrog'imizningki rang kodini muqimlashtirib olish. Vatanimizningki yer küli meydanini aniq bilib olish va shu bo'yicha ishlatish. Vatanimizningki Uyg'urlarningki va boshqa bizlar qarindosh millatlarningki, ular bu Sharq Turkistonlik yerlik millatlarningki nüfusini haqida birlik kelib olish. Undan boshqa istiqlol marshimizda o'xshamagan asl nusxalarga ega bo'lgan istiqlol marshimizda birlik kelib olish. Shu nuqtalarni birlik kelishimiz bak muhim. Bu asosli muhim nuqtalar. Agar biz bundan birlik kelamay qolsak, cho'ng jihatlarda ishlarimizni, davoyimiz tez kelmaydi. Tabiiyki, buning eng mukammalini, eng to'g'risini vatan mustaqil bo'lgan vaqtida vatandagi 25 million atrofidagi Sharq Turkistonlik vatandoshlarimiz ular o'zlari qaror berdi. O'zlari shu vaqtda bekitdi parlamentda. Bu shu vaqtgacha biz muhim nuqtalarda birlik kelishimiz haqiqatan biz uchun zarur. Albatta, bu siz o'tirib qo'ygan masala bir-birisidan muhim. Haqiqatan siz degan bu nuqtalarda hozirgacha endi bu Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurashimizda o'xshamagan fikrlar va o'xshamagan qarashlar va biroz albatta ixtiloflanma bor bu vaqtda. Aslida buni boldir birlik keltirishimiz kerak. Agar biz davoyimizni ilmga tayangan ilmiy asosda muntazam olib boramiz deyotganmiz, albatta
bu mühim meselelerde birlik kilish bu intayin mühim. Sizlar masalan mushu meselelerde birlik kilish keltirish haqida tadqiqot yapirish fikriga qanday keldinglar va masalan sizlarninki bu qo'llanmalarda maxsus bir akademik bir hay'atninki buni hozirlab chiqqanligini qayd qilibsizlar. Bu fikriga qanday keldinglar va buningki jarayoni qanday bo'ldi, qanday bir hay'at tashkilladinglar bu vaqtda? Hamda hammamizga ma'lum, har yoqdan, har eg'izdan so'zlab kelinayotgan hozirgacha birlikka kelolmagan ba'zi nuqtalar bordi. Bu nuqtalarning ustida jiddiy bir shaklda turib, tadqiqot ilib, ilmiy yo'sinda bir natijani o'tirg'a qo'ymadik hozirgacha. Uning dastlabki asosini burun tiklangan bo'lsa-mu, ammo sistemli bir shaklda hammasini to'plab bir qo'llanma bo'lmaganda. Hamda Türkiye'de başka bir şekilde mesela meyli nüfus olsun, meyli başka ideoloji olsun, başka bir şekilde dava edip veriyordu. Avrupa'da, Amerika'da, Orta Asya'da bula farklılıkça. Şu an biz meyli nüfus meselesi de olsun Uygurlar'ın ki, meyli İstiklal Marşımız da olsun, meyli bayrağımızın ki rengi, vatanımızın ki ismi. Bu hafta da enik bir birlik iletişimiz gereken üzere kaldı. Çünkü biz meyli ilmi doktorlarımızda olsun, konferanslarımızda olsun, ya olmasa yazma makallarımızda olsun, her xil o'xshamasliklar bo'lardi. Bu xil ahvolatda biz hem düşmanın aldıda aciz ahvolga tushib qolyapmiz, hem chet elliklarning aldıda biz ishonchsiz bir ahvolga tushib qolyapmiz. Bu vatandagi shu qadar munbat, shu qadar suyumli bir tuproqninki mustaqillik davosini qilayotgan bu xalqninki hali mush ekan deb chet ellik bizni qo'llagan do'stlarimizga ansitimi o'ng'aysiz ahvolga tushib qoldik. Albatta. Ya'ni bularni biz his qilgan bo'lg'achqa bir qancha akademiyadagi do'stlarimizdan biriga hamkorlashib buni tayyorlab bo'lgandan keyin akademiklar kengashidagilar ko'zdan kechirdi. Ular ko'zdan kechirib bo'lgandan keyin biz Uyg'ur akademiyasininki butun dunyodagi a'zolarga qaytadan bir yo'lladik. Ularni ko'rib chiqdi. Bazı tuzatish taklif fikrlarni berdi. Ciddi bir şekilde münazirler oldu. Hammasi o'zining qo'lining chamining yetishicha izlendi. Biz ashuna hammasini bir yerga ekilib, bir xulosa doklad şekilde bir doklad tayyorlab chiqdik. Rahmat, haqiqatan qimmatli bir izlanish o'tdi. Xo'sh, endi kelaylik. Masalan, sizlar hozirlagan Sharq Turkiston va Sharq Turkiston mustaqillik kurashida birlik kelish tegishli muhim nuqtalarniki buningda sizlarningki boysiz deb o'tgan birinchi masala. Masalan, Sharq Turkiston va Uyg'ur ismininki inglizcha yozilishida birlik kelish deyilib do'stlarning qo'llanmalarida bu vaqtda sizlar qanday bir xulosaga keldinglar, nimani tavsiya qilmoqchi bu yerda? Bo'ldi. Oldin bizning millatimizninki ismidan boshlaylik, Uyg'ur ismidan boshlaylik. Uyg'ur ismininki 6-7 xil yozilishi mavjud inglizcha. Buni vatanda til yozuvchi komiteti birlik keltirib hujjat chiqargan ekan. Vatanda birlik bo'lgandan keyin chet eldami buni asosan Uyg'urlar ishlatib kelgan. Shu vatanda birlik kelgan millatimizning inglizcha nomini biz muajirat Uyg'urlarni shu shaklda ishlatib hozirgacha Uyg'urlarni tadqiq qilgan tadqiqotchilar va muxbirlarga shu Uyg'urlarning nomimizni UYGHUR şekilde bildireyli deb chiqarg'ili bo'lsa shu qo'llanmani taqtab qarindoshlarimiz bir tirishchilik ko'rsatib baqsin. Aziz qarindoshlar, Dunyo qurultayiniki bu Tor televiziyasiniki Naqmaydan programmasini biz yangi boshladik. Shunga texnik jihatdan ba'zi yetersizliklarimiz bor. Shundaqdimi bular hozirlagan qo'llanmani ekranga tushirishga tirishib baqdik va tushagandakmi qilamiz. Aziz qarindoshlar, mana sizlar ko'rganinglar Sharq Turkiston mustaqillik kurashida birlik kelish tegishli muhim nuqtalar, ya'ni Uyg'ur akademiyasi akademiklar kengashi tarafidan 11-oyning 2018 yil 11-oyning 12 kuni hozirlab tarqatgan qo'llanma. Xo'sh. Ikkinchi vatanda birlikka bo'lganligimizni biz chet elda muajiratdami shuni ishlataylik deb eng muvofiq ekanligini inqib bo'ldi. Chunki vatandagi tadqiqotchilarimiz bu vaqtda birlikka bo'lib ekan. Ikkinchi bir o'xshamagan bir narsani o'tirib qo'yish, ya'ni Uyg'urlarning milliy manfaatiga foydali bo'lmagan bo'g'achqa uni o'tirib qo'ydik. Ikkinchi bir nimamizda vatanimizningki nomi Sharq Turkiston degan nomninki inglizcha yozilishi. Buningmi
4-5 xil shekli bor ekan. Mana aziz qarindoshlar, ekranda ko'rib turibsizlar. Xo'sh. Yani bu şekillerde mesela East Türkistan, Eastern Türkistan, Eastern Türkistan, East Türkistan. Asasen 4 nusxaga merkezleşkenke. Hem de biz başka mesela değil East Timor mesela, East Asia, East Germany, aşağı okşaş devletlerinin aldığı East kildiğallığını bunu tədqiqatçılarımız oturup koydu. Eastern emas, East buluş gerekliğine. Ondan keyin mesela Tacikistan, Pakistan, ondan başka Tacikistan, Türkmenistan qatarlıq həmmisi dövlətlərinki İngilizcə namısımı Xoş. ISTAN İstan bulduğalığı hem Uygurca okuluşu hem Türkçe bütün Türkiye milletlerimizin okuluşu okuğatı da onun nəhayət doğru sübətlik doğru tələbizdə okulğalığı boğaçqa East Türkistan deb erişimizdeki zürürlüğünü oturup koyduk. Bu hem devletimizdeki namını İngilizce atılışına o şekilde beğen bulduk. Hem ikinci timide Onu xoş. bayrağımızdaki renk kodu. Şu mesele Hamid Fukam nayet yaxşı biz vatanımızdaki ismi ninki ve milletimizin namının İngilizce yazılışı hakkında birinci sizlerinki birlik getirişlik mühim noktalarının birincisini de öttünüz. Bek mühim. Bu hatta nayet obdan yaxşı bir izniş yapırıpsızlar. Allah razı olsun. Köp kursam buldum. Teşkilatlarımız, siyasi faaliyetçilerimiz bunun muvaffak şekilde paylansı bulur deymen. Uygur akademistler bir vasıta Allah'sanlar bu ekranda düşüp doğan bu kollanmaya erişeleysizler. Abdülhamid efendim tamamlaştırayla bu birlik gelişik tekiştik. İkinci mühim nokta sizlerin bu kollanmalı dedik. Bu Şarkı Türkistan bayığının ölçemlik renk kodu depsiz. Bu pek mühim narsa aziz qarindoshlar mana ekran qarab o'tsa qisqasi men bu chet elda hozir 25 yildan ko'proq vaqtim yashayapman, yuzlagan namoyishlarda qatnashdim. Har namoyishda bizning shu Germaniyada shu har bir namoyishda bizningki ko'tarib chiqqan bayrog'imizningki rangi zaten bir-biriga o'xshamaydi. Hatta 3-4 xil rang var. Albatta hammasininki rangi bu ko'k bayroq avaroq. Ammo hali qiynoqlik darajasida kod darajasidan cho'ng farqlar bor. Şuna bu vaqtimi bu munoyati mühim bizningki xalqimiz qiziqib kelgan va ishimizni g'ulg'ula qo'zg'ayotgan nima uchun buni birlik keltirmaymiz deydigan fikrlarni aytib ko'p. Bu vaqtda xo'sh bu vaqtga kelgan natijanglar xulosanglarni bir anlasam. Muhaciratda elib berilgan türlük namayişlar, türlük faaliyetler hemmisi de bizim bayrağımız işletilatıdı. Xo'sh. Hem de bayam siznikidek bu bayraqningki rang ölçemlik rang kodu hozirgacha aniq bekitilmagan bo'lg'achqa bu bayroqlar har xil har shaklda bo'ladı. Hammasi ko'k bayroq bo'lsa-mu, ba'zilari intayin qiniq, ba'zilari intayin sus shaklda bo'ladı. Ham bir o'xshash bir faoliyatda bizga bir o'ng'aysizlanish bir bo'ladı masalan. Sirtdan ko'rgan meyli chet ellik muxbirlar bo'lsin, meyli boshqalar bo'lsin, bu o'zini bayrog'idimi bir xillik bo'lmagan bir millatgan, ishchilar bir millatgan degan narsani bo'ladı. Şu an biz aynı vaqtdagi bayrog'imizning rangi va keyingi Uyg'urlarninki ash ko'k turk Uyg'ur davlatidan boshlab ko'k rangga bo'lgan bir ulug'lash nimasiga asosan eng muvofiq bo'lgan rangninki suzuk ko'k ekanligini. Qiyniq ko'k emas, sus kök emas. Ayt süzük asmanniki şu süzük kök rang bo'lganligini nim qildi. 6-7 xil kök rangninki kodidan tanlab eng oxirida 3 ga keldik buni. Qiyniq, süzük kök va sus kök deb. Asosan 3 xil bo'ldi ekan. Paletda ishlatgan. Şu an bunun ichida süzük kökninki shu rang kodini nim qildik. Hozir ham mavjud bo'lgan bayroqlar bilan darhol bo'lmasligi mumkin. Belki 5 yildan keyin, belki 7-8 yildan keyin bizningki tashkilotlarimiz, aktiv Uyg'ur parachlarimiz shu rang kodini ishlatib bayroq yasasa, ishtimanki 5-6 yildan keyin biz butun paletlarda qo'llanilgan bayroqning rangi o'xshash rangda chiqadi, nihoyat sifatli chiqadi. Bu ikkinchisi sizningki bu to'g'ri belgi yozgan ikkinchi rangda deysiz. Shunday. Masalan shu bayrog'imizdan masalan o'ttirg'i chiqishi, layinish jarayoni tarixi hamda barliq qilish jarayoni haqiqatan bir izni paqtыңmı bu bayroqniki? Endi 1933-yildagi bayroqning rangi ko'k rang ekan. Xo'sh. Ammo ayningki urilish shakli bu hozirgi yangi uslubga o'xshamaydi ekan.
Keyin merhum İsa Yusuf'ta keyin Memtim Boğra efendilerninki Türkiye'ye gelip uruluş bizdenki Şarkı Müstakillik davasınınki Türkiye'de canlışka erişip bizdenki bayramımızdaki ölçemlik şekli Türkiye'ninki bayraklarının ölçemlik şeklinden okşaş şekilde umumlaşkan. Hı hı. Bu hazır bütün dünyada bu şekil ölçemlik oldu. Hoş. Bunu aynı vaxtdaki 33. yıldaki aynınki biraz yukarıga asmanga tarafga qarab şekil algan şekline hazır umumlaştırış imkanı yok. Onun üstüge bu bayraknınki bütün ölçümü ay yıldızınınki çoğun kişiliği hemmisi Türkiye'nin bayrağınınki ölçemleştirilgen şekilde okşap gidiyordu. Hoş. Şu an bu şekilde boğan hem bu umumlaşıp boğan bir bayrak hazır şekil cihetten. Şu an bunu işletişinki zürürlüğe hazır bunu otur koyduk. Çünkü devri karab hem nerse mükemmelleşike, ölçemleşik karab mağdurumdu. Elbette. Aynı vaxtdaki onu layıklıgen ecdatlarımız aynı vaxtdaki bilim kurulması, aynı vaxtdaki düşüncesi aşına karasın kalmadı çünkü onun hükümetimiz var. Ama bunu texnik sistemlik ve ölçemlik halka ekiliş için hazırki şekilindeki uygun ikenligini ve bunu bir ölçemlik renk kodu belgelendiğinde bu bayrak meselesi hiç kandak bir ihtilaf ve talaş bulmayıcılığa biz kanat es kıldık. Rahmet mesela bu ekranda görünüp durgan üç kılıran oturdaki aziz qarindoshlar Uyghur Akademiyasining akademik gruppasininki kelgan xulosasi va tavsiyasi shu o'tirdik ekan. Endi bundan bir avval Abdulhamid Qaraqan efendim shu bayroqning nimasi o'tirib chiqdi. Endi bu yerda masalan 1944-yil qurilgan ikkinchi jumhuriyatimiz birinchi jumhuriyatimizning davomi endi. Shuningki varisi. Shuning uchun o'xshash vaqt qurilganda 11-yil 12-yil o'xshash vaqt qurilgan. Bayrakmı ular qabul qilgan ikkinchi jumhuriyatimizninki bayrog'imi shu tunji jumhuriyatimizning bayrog'i. Ama rang jihatdan cho'ng farq bor. Masalan 33-yildagi jumhuriyatimizningki rangi 44-chi jumhuriyatimizning ko'pga qanaqa hamda ba'zilar deydi buning sababining asosan texnik bir sababini raqning sifati ayni vaqtda masalan 30-yildagi raqninki bu kök raqninki sifati 44-chi raqning sifati uning bayroqni besilgan zavodlarninki formatini o'xshamasligi bu yerda 30-chi jumhuriyatimizda 44-chi jumhuriyatimizningki bayrog'ining rangida biroz farqninki bo'lishiga sababchi bo'lgan bu faqat texnik sabab deydi. Siz buni qanday qaraysiz? Bu mənim cəhətdən to'g'ri, amma bizniki hozir Sharq Turkiston mustaqillik davosida asos qilib olganimiz 33-yildagi jumhuriyatimizniki va ashunga varislik qilamiz biz. Çünki 33-cü cumhuriyatda asos qonun, bayroqning rangi, bayroqninki shakli, undan keyin davlatning apparati, masalan, pasport, ashunga o'xshash nurg'un narsalar sistemlashib o'tari bo'lgan. Ya'ni 44-cü cumhuriyatda masalan pasport qaytadan yasalmagan mesela deyle. Hatta bizning cumhuriyetdeki pulumu mesela vaqtida bo'lmagan. Shunday. 33 cumhuriyetde sistemlik bir şekilde oturup qo'yilib bo'lgan. Bizning asosli nima qilganimiz ash vaqtidagi rang bo'lsin, bayroqning shakli bo'lsin, bu muhim. Chunki 33-yilda oturup qo'yilgan cumhuriyetdeki bayroqning rangida qadimdan hozirgacha Uyg'urlarninki bütün Türkiye millatlarninki o'g'irlab kelgan ko'k rang asos qilingan. Hamda 44-yildagi ba'zilar ko'k rang ishlatgan, ba'zilar yeşil rang ishlatib qolgan ahvolim bo'lgan. Shuni biz tadqiqotchilar asosan 33-yil jumhuriyatiningki eng asosli tarafini varislik qilgan bo'lg'achqa butun Sharq Turkistondagi mustaqillik davosi ashuni o'lcham qilishningki zarurligini o'tirib qo'ydi. Ya bu bizden bayrak meselesi intayin mühim bir narsa. Bizdenki bu en çok en güçlerimiz. Bizdenki iki cumhuriyetimizden kalan en çok bizdenki en güçlerimiz manevi bayrağımız. Bu bayraktan arılsak ayette kıyın bir ahval kıldı. Her nimimizin yoktuğumuz bayrakı yok alsak. Şuna hazırgıcı 33. yılını tatıp hazırgıcı evlat bu bayrak orası kılıp bunu cevlan kıldırıp kilometremiz. Abdülhamid Qaraqan efendim şu bayrakınki sözü çıktı. Belki mühim hem bu bayrak meselesi. Yakın demesinden bazı teşkilatlar, bazı gruplar olsun. Bu bizim bayrağımızın üstüge mesela bazı xatlarni yazıp oldugan. Bayrağımızın üstüge başka belgeler düşürüp oldugan. Meyli ayet olsun veya ki başka belgeler olsun ya ki özünün teşkilatının logosu olsun. Bularını düşürüp bunun şeklini özgertip payıldıgan bir ahvallar var hem de. Bunun halkımızdan belirli derecede bir itirazı var. Siz bu halkımızdan bunun karta itirazıga qanday qaraysiz? Siz için doğru mu aslında hareketler?
Hem de bizdeki yurttaşlarımız bilmezlikten bu işlerini sadır kılıp kalganda böyleyme. Şunda. Hazırkı zamanı devletlerindeki nurgullarındaki asas kanunlarda, münasebet kanunlarda məxsus bayrak hakkı toxtalgan. Hı hı. Mesela bayrak her bir devletindeki simvolu. Şunda. Aşı milletinin simvolu. Şu bayrak intayın mukaddes. Bayrakını destekli bulmaydı. Bayrakını bir şey koyup onun üstü otası bulmaydı mesela. Şunda. Onu köydürüşü bulmaydı, yırtışık bulmaydı mesela. Üstü kalemler hep yazışık bulmaydı. Bu en akıllı bir savat. Şunda. Bunu hem bizim vatandaşlarımız enik bilemegen boluşu mümkün. Şuna hem de bazılar bayrak boğan söygüsü sebep tüpeyildin. O söygünü hata ifadelep üstü bir neslini yüzü vagan. Hı hı. Mesela Türkiye'nin o bayrak kanunu var. Şunda. Nurgul Gayret Devletleri'ndeki bayrak kanunu var. Elbette. Bu bayrak için bizim vatanda milyonluğun bizimki şartpırçalıkımız özündeki aziz cenine mesela özündeki kanlarını serp kılıp tökte bu akta. Şu an bu bayrakka boğan söygümüz bayrak boğan mukaddeslik hem de bu addi bir narsa emas. Şu an hiçbir şekilde bayrakın üstüge hat yazışka kati bulmaydı. Çünkü bu bayrakın ki 1933 yıldaki oturup koyulgan şekilde hiç kandak bir hati yok. İkinci bir şekilde hiç kandak bir teşkilat özünün teşkilatının logosunu mesela bayrak kıvırış bulmaydı mesela. Hı hı. Bayraktan üstüge Şerif Türkistan Palanı Teşkilatı, Şerif Türkistan Palanı Cemiyeti de bayraktan üstüge yazışık olmaydı. Bayrakını intayın kadirlep, suyup bayrakını her yerde köz için katkan buluşu mümkün ama bu bizge bir zamanvi devletlerde yaşayotgan Uygurlarga bularga mustaqillik davası kıldıgan ilgar Uygurlarga böyle yarıştırgan bir iş emas. Bunu kögen başka meyli bizim kardeşlerimiz olsun, meyli çetedekiler olsun, bular yüzden bayrağını ne kadar mukaddes ekanligini, bu bayrak için neçe milyonluğa insanların ki şehit bolganligini bilmeydigan şu kadar nadan bir insanlar ekan deb mesxire qilamiz. Şu bu haqda diqqat qilishimiz kerak. Şunda bu bayrak bizniki mukaddes bir bayrakımız. Bütün milletler için bayrak mukaddes hem de. Şunu bir yerde bu bayrakın saplığını qoğdaş. Elbette bütün devletlerin degidek bayrak kanunu var siz degende. Bunu bayrakın qoğdaş kanunu var. Ama bizden bir hazırda devletimiz yok. Şu koldan ketken devletimizni asli keltirmizde kurash qilyapmiz. Şuna bir yerden teşkilatlar var chet-eldiki. Şuna teşkilatlarning hammasi şu bayrağımızın saplığını qoğdaş meselesinde siz degendek biz kanun çıkaramayız. Şunda olsun bir prensip bekitip şu prensipke bütün teşkilatlarımız, siyasi faaliyetçilerimiz ve avam halkımız buna hürmet kılsak bu mu nayet yaxşı bir iş oldu dep oylayman. Allah razı olsun bu vaqtim nayet obdan bir ma'lumotga igilik qildingiz. Hem bu yerden yana bir mesele o'taylamdi birlik kelish meselesidagi sizlar o'tirib qo'ygan Sharq Turkiston davlat g'arbininki o'lchamlik shakli ve ma'nisida birlik kelish meselesi hamda Sharq Turkiston davlat g'arbininki ölçemlik şekli ve ma'nisida birlik kelish meselesi. Xo'sh, agar ekranga tushirsak bu davlat gripimizni turli shakllaridan bir tushiraylik. Xo'sh, Abdulhamid Qarag'an efendim. Bu vaqtda ki izlenişinler ve bu vaqtda kelgan xulosalar ve bu vaqtdagi tavsiyalarni alsak davlat gripimiz hakkında. Mana qarindoshlar ekranda ko'rinib turibdi. Anda bu devlet girbini bir müstakil devletimizdeki aynı vaktdeki devlet girbi bunun biz varis kılıp teşkilatlar özündeki logoları da her xil yerlerde bunu işletyapmiz. Endi bunu aynı vaktdeki şu sabit damollamanın vaqtida laylangan devlet girbi ekan. Bu devlet girbini qarasak aymo simetrik şekilde hazır bizim devlet bayrağımızı işletken aylan biraz farklı. Shundoq. Yıldızlama mesela değil, nime emas. Diyelim aynı vaktdaki texnika, aynı vaktdaki bunu laylayan şahsınki mesela bilim qurilmasiga, aynı vaqt sharoitiga bog'liq bu narsalar. Hozir xuddi bizning bayrog'imiz qanday bir o'lchamli shaklga kelgan bo'lsa, hozirgidek bir ay yulduzliq bayroqniki o'lchamli shaklga kelgan bo'lsa, bu davlat girbimizniki o'lchamlik, nihoyat sifatli bir shaklga kelishi bek muhim. Biz bayon deb o'tdim, takrorlayman. 25-30 milyon şu Sharq Turkistonlikniki yaşayotgan firaqniki davasini qilyapmiz. Bir normal bir huquq masalan deylik pul yoki da'vo emas bu.
Şoň biz özümizdenki dawasy kılganda intaýyn süpetlik bir şekilde dava kılışımız gerek. Başkalarga hiç kandak bir güman kılış ýa-ki bolmasa bir bilimsiz nadan edemliken bularla bir iş kılıp bulmaydigan deýän täsirini bermesligimiz gerek. Şoň biz bu döwlet giribimizdenki nimesine hazır şekline ölçemli şekilde ekeldik. Bunda ay bilen ýulduz, en üstündeki çoğun ýulduz bir-birisi karap durduğan bayrağımızdaki ay yıldızınınki ölçemlik şekli. Onundan keyin on tarafta 9, sol tarafta 9 nokta bir-birisiga bağlangan, bir-birisi bilen münasebetlik bolgan 18 nokta. Onundan keyin o türde Bismillahirrahmanirrahim degan hatniki Arapça öz hat yazılgan şekli. Muşu şekilde bolsa, naýty karga adamgimi bu naýty süpetlik bir şekilde, ölçemlik bir şekilde toýgup berdi. Bu hem de simetriklik noktasyny aýtkandamy, asasen ölçemlik. Hem de toğra hakikaten bizniki hem de men bazıda körüp kanmayma başka qarindaşlarymyz şundaqdy bizning döwlet bayrağımyzmy bazıda hemmemiz deýimiz dünýädäki en güzel bayrak dep hakikaten osmanyň rengi, ýulduz, İslamyň semboly ve döwlet gripimizin naýt güzel mesela şu döwlet gripiniňki laýlanyş jarýany hakda bir tadqiqat yapmadılar şu wagtda taryhy nime kandak nime üçin bu döwlet gripini bu şekilde laýlap çıkılganlygy hakda. Mesela bu iki taraftaki boğumlar hem de 9 boğum var bir tarafta. Bu 9 Oğuz, 9 Uygur'uz simvolyklygy da tarihte mesela. Şundaq toğra. Hem de bunu biz en wagtdaki tarih materialları qardyk. Bu wagtda tepsili enik bir düşünçe hiç kandak bir ýerde berilmepdi eken. Biz en wagtdaki tarihy çıkan gizitler bolsun, başkalarına yazılan nesli bolsun bunu nim kılmadık ama aynı vaktdaki tarihi şeraitda vatanı müstakil kılış için yalnız Uygur emas. Uygurlardan başka Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Mongol mesela, başka Şibe, Salar katarlık nurgun milletler bu vatanımızda müstakil buluşu için özününki kan terini tükkenken. Aynı vaktdaki birlik beraberlik ruhununki bu döwlet girbimizge mücessemlengen bir şekli. Bu 10 taraftaki ve 9 taraftaki, sol taraftaki 18 tal nokta tarihten beri Şarkı Türkistan'da yaşap kelgen Uygur katarlık Türk kavimleriga vekillik kıldı. Bununki 18 qaysi Türk kaviminin ekenligini biz hazır nime qoýapmiz. Bu wagtda tarihten beri yaşap kelgen Türk kavimlerini biz bu wagt izini batymyz. Onu pat yakında elan kılmamız siz degендek. Bazılar deydi degeninizdeki şu 9 Oğuz ve 9 Uygur din terk taqqan degenler boldy. Ve ondan başka mesela deýle Kıpçak ve başka nimeler bar mesela. Türk kavimlerin bar bizning vatanda. Bular bunun içine kirmemde deýenler boldy. Şoň biz hemmisine öz içine aldygan tarihten buyan hazırki ayetçe Şarkı Türkistan'da yaşap ötken 18 Türk kavimiga meýli Oğuz bolsun, meýli Uygur bolsun, meýli Kıpçak bolsun hemmisiga müşin şekil kirgidi dep aş şekilde qargan boldy. Ondan başka hem de ay Osmanlı devleti wagtydan başlap İslamiýetniň bir semboly. Şarkı Türkistan'ın asasly halky Müslüman. Hem de %75-80'den artygy mesela ondan 90'da değişik çıkış mümkün. Bütün bizdenki nüfus nimesine hesapla alsak Müslüman halk bulup 90 neçeden artık buldu. Müslüman bolmaganlarni hesaplaganda. Bular Müslüman bolgan asli egilleri ay yani Şarkı Türkistan'daki ruhlarının asli bolgan itikadyga ay bilen oturdaki Bismillahirrahmanirrahim. Yine bizdenki itikadymyzga vekillik kıldı. Hoş. Ondan başka biz tarihimiz, şanlı tarihimizni eslep durup kelgüside şanlı bir tarih yaratiş üçün özümizde hör erkin bir şekilde yaşaş üçün tarihimizdeki Köktürk, Uygur ve Karahanlar döwletindeki vakalatly şekilde en üstündeki 3 tal ýurtuzyny aşy döwletge vekillik edip aldyk. Bu en üstündeki 3 tal ýurtuzyny bazı kitaplarda, bazı yerlerde o Şarkı Türkistan'da asaslık döwletini kurguvchi Uygur, Kazak, Kırgız katarlık
Muş vekillik kıldı dep ağam baken ama biz allıburun oң taraftaki 9 ve sol taraftaki 9 ne? Uygur, Kırgız ve başka bütün Türk kavimlerine vekillik kılıp ep olduk. Bu işe tekrarlamaydı. Şuna biz tarihimizne mücessemlendirilgen bir şekilde devlet enenimiz bolsun, ötmüşte kandak bir şanlık devlet kurgan bolsak, kurgan devletimiz mi ve kurmakçı olan devletimiz mi, aşındak bir şanlık tarih seyip yarasın degan oyda üstünlük 3 devletimizni Köktürk, Uygur ve Karhanla devletiga simbol kılınganlıkını oturup koyduk. Onundan başka oң ve sol taraftaki 18 tal nokta bir-birisiga intayin zich bağlangan. Bu tarih bir ittifaklık. Bunu her kandak bir düşmanınki bunu buzanmaydiganlygını, meyli her kandak bir eline ayıran oyuncusu bu yerde yaşayan tarihtim azlıkayça mevcut bulup yaşap atkan Türk kavimlerinki kan kırındaş hem din kırındaş bulup ortak düşmanıga birlikte her zaman ittifaklaşalayganlygını aşını oylap turup bunu oturup koyduk. Yani çıkınca kılsam bizim devlet grubumuzdaki ay ve oturduk Öznehat Bismillahirrahmanirrahim degan Arapça Öznehat Şarkı Türkistan'daki itikadı boğan İslamiyetke 3 tal yıldız tarihte kurulgan bizdeki kudretli devletlerimizin Köktürk, Uygur ve Kargalan devletiga oң ve sol tarafındaki birbirinden zich bağlangan 18 nokta Şarkı Türkistan'da yaşap ötken Uygur Katarlık 18 Türk kavimlerine vekillik kıldıganlygını otur koyduk. Yani bizim devlet girbimizde devletçilik enenisi aşağı bütün etnik milletler bizim kavim kırındaşlarımız ondan başka bizim itikadımız 3 nokta mücessemleşken. Ayet çukur menigiga. Şunda. Bu hakikaten bizning ajdodlarimizdan qancha faxrlansak shuncha ozlik qiladi. Bu 30 yillik Cumhuriyetimizni qurgan qahramon ajdodlarimizdan ota-bobolarimizdan hakikaten shu vaqtdagi mayli davlatning asos qonuni bo'lsin va yoki davlatning eng asosiy qimmatlari bo'lgan bayroq bo'lsin, davlat gribida bo'lsin, nihoyat mukammal tadqiqot apparat va mukammal bir shaklda loyihalanmasdan siz degandek mana bizning bu davlat gribimizga hem Uygurlarning milliy aloyligi gavlantirilgan, hem Uygurlarning diniy aloyligi mavjudligi gavlantirilgan bu yerda musulmon bo'lganligi va shunday qilib bu yerda Sharq Turkistonda Uygurlarni asos qilgan bütün yerlik milletlerinin umumiy birlik ittifoqligimi bu yerda gavlangan va Uyg'ur xalqining tarixda qurgan tarixiy birligi 9 Uyg'ur deb atiladi hamda 18 qabilamiz deb atiladi ko'p tarixiy materiallarda bu mu nihoyat gavlangan mukammal hakikaten bu bizningki eng qimmatli eng güçlerimizden biri devlet grubumuz aziz qındaşlar Allah razı olsun Abdülhamid Karahan Fukam bu vaqt bergen zatınız için ve sizlerin akademik eğitimlerini bu vaqt yapağın ilmi tadqiqat için Allah sizlerden razı olsun aziz qındaşlar azizler sizler görüyotgan Dünya Politiki Tur televiziyasındaki Naqmeydan programısı bugünkü programımızda biz söhbetimizde hazır Uygur Akademisi'ninki sabık reisi ve hazırki icraya reisi Abdülhamid Karahan efendim bilen ötküzüvatımız kin programımızda katlaşkan kıyındaşlarımızda bu hafta bir izah edip geldik ve bugünkü bizninki sohbet temimiz intayın mühim bir tem üstü sohbet buluvatı da aziz kıyındaşlar ve Uygur Akademisi tarafından bütün Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketiyle şug'ullanayotgan teşkilat ve siyasi faaliyetçilerimiz için hazırlanan bir kollanma ve onun mezmunu hakkında yani bu kollanma Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi'de birlik kelişke tegishlik mühim noktalar degan mavzudagi kollanma ve biz bayağı Şarkı Türkistan'daki ve Uygur milletinin ismini xalqarada İngilizce qandaq talaffuz qilish masalasi bayroqning rengi kodu ölçümü cho'ng kichikligi bu haqda izohat berdi. Hazır bizdenki yan bir kıymetli en güçlerimiz olan devlet gripimiz hakkında izahat verdi. Aziz arkadaşlar sohbetimizin davamlaştırımız. Hoş Abdülhamid Karahan efendim hem de birlik keltiriş ninki zürürlüğe hepsiyle oturup koygan dördüncü bir mesele öteyle. Bu dördüncü mesele ne demek vakti? Bu münayeti mühim hem de. Mesela bu Şarkı Türkistan'daki yer meydanı. Şarkı Türkistan'daki yer meydanında.
Şarkı Türkistan'daki yer meydanında birlik kiliş meselesi. Hem de bu hakikaten nihayet murakkep başka turduğun ilmi tadqiqat talep kıldığın bir iş. Çünkü biz tariximizde nurgun xandallıklar, nurgun imperiyalarni kurgan, kengayga vaqtlarımız bolgan, zorayga vaqtlarımız bolgan, kichiklab ketgan vaqtlarımız bolgan. Şu bu territoriya, haqiqiy bizning territoriyamiz meselesida, Şarkı Türkistan territoriyamiz meselesida her xil o'xshamagan qarashlar, mayli ajnabiy tadqiqotchilar orasida bo'lsin, o'zimizning tadqiqotchilar orasida bo'lsin, her xil o'xshamagan nimalar bor. Hamda qiziq yeri hozir bizning bu vatanimizning territoriyasi borgan sari kichiklab ketib qoldi. Masalan, biz dasturda Xitoyningki nimalarda botdi burunqi nima kitoblar, jug'rofiya kitoblarda o'z nashr qilgan. Voy Şinjanning Uyg'ur avtonomiyaning yer maydoni degan vaqtida 1 million 848 ming deb olgan, bu olgan 1 million 828 ming hozirgi kvadrat kilometr deyilgan bu bo'lgan va hozir bu kichiklab 1 million Xitoyning statistiklar degan statistiklarda 1 million 660 ming qo'ydi kvadrat kilometrda bu Xitoy bu shaklda talaffuz qilyapti hamda. Masalan, asli bizningki zaminimiz 49-yılı zaten Mustabid Komünist Xitoy hükümeti Şarkı Türkistan işgal qilgan vaqtida zaten 1 million 828 ming kvadrat kilometrdan ortiq deb o'zlari e'tirof qilgan, o'zlari bekitgan. Endi uningdan keyin qo'pan sobiq Sovet ittifoqi parchalanib ketgandan keyin bu Tojikistondan nurg'un yana qaytarib oldi Xitoy. U qaytarib olgan ya bizning Şarkı Türkistanning ziminiga qo'shilib ketdi. Aslida bu texmi zo'r ish kerakdi bu, ammo kichiklab ketib bordi. Xo'sh, sizlar bu vaqtdagi izlanishinglar qanday? Masalan, biz Şarkı Türkistanninki bu territoriyasi degan vaqtida nimani o'lcham qilamiz, qaysi bir xalqaro ahdnomani e'tirof qilamiz, mushu qaysi bir xalqaro ahdnomi orqali shakllangan, masalan bu haqda har xil nimalar bor, masalan 1860-yildagi e'lon anglashmasi deydi, buningda shakllangan deydi Manjuriya imperatorligi bilan Chorosiya o'rtasida va boshqa qarashlar bor. Bu haqda sizlarning izlanishinglar qanday va oxirgi kelgan xulosanglar qanday bor? Bo'ldi, unda ko'pchilik ayon nurg'un davlatlar 2 dunyo urushidan keyin shakllandi asoslari. Devletlerindeki iniq çegrisi, iniq yer meydanı, bu hukum aşu. Burun battı ama iniq BDT'da bütün devletlerindeki iniq yer meydanları hemen esleri aşı şekilde bitilgen boğaçka. Bunu aşu Mancu İmperiyası devreki apasak mı? Bunu biz özümüzdeki aklık boğası mı? Bunu halkara sahnede aklımızda oturup koyuşumuz biraz kıyın düşürdük. Çünkü biz bu bizimle tetkik kılan tarihi chet ellik tadqiqotchilarniki tarixiy manbalarga qarab turib, Xo'sh. vaqtidagi bizning zaminimiz qanchalik, hozir Xitoy hukumatı qanchalik da'vatida, shuni biz bir qarab chiqdik. Ammo siz bayon qilganingizda Xitoylarmi 3 xil deydi hozir. Mavjud sharoitda Xitoy hukumatı, yani Google'ninki torbitida hozir Xitoy 1 million 664.900 deydi. Hozir mesela Xitoy Jungo Jingfu degan torbatiga kirsa, Chinese government degan torbatiga kirsa, ana shuni ko'ralaymiz. Ko'rasizlar. Undan keyin Abnum rayonininki, atalmış Abnum rayonininki torbitida 1 million 660 ming deydi. Yani Xitoyning markaziy hukumatiniki degan raqam bilan Abnum rayonining degan raqam bir-biriga o'xshamaydi. Uchinchi birimizda Xitoyning taratqullari. Xitoy mesela deyli Xitoy xalq radiosi, mesela xalq gazeti, boshqa Xitoyningki og'zi bo'lgan Xinhua agentligi deganlar 1 million 600 ming deb elyapti. Shunda. Yani 3 xil shaklda Xitoylar o'zim 3 xil shaklda elib elyapti. Bizlarnikidek bizningki vatanimizniki ayni vaqtidagi Manju imperatorligi vaqtida 2 milliondan oshib ketdi. 440 ming kvadrat kilometr, yani 1881-yili ili shartnomasida nimaga, Ruslarga, Chorosiyaga bo'lib berilgan. Bayon qilganidek bu tuproqni biz hozir da'vo qilamiz, ega chiqamiz desak, hozir xalqaro sistema vaziyatda bunga biz işimiz təşvik ediyordu. Mümkün emas zaten. Ama bizdeki muhaciratdaki Şərq Türkistan davasını qılayotgan təşkilatlarımızın köpüncüsü 1 million 828.418 kvadrat kilometr degan raqamni ishlatib kelgan. Meyli dunyo qurultiyi bo'lsin, meyli boshqa tashkilotlar bo'lsin, achi raqamni ishlatib keladi. Endi bu raqamninki to'g'rilik darajasi qanchalik? Buni isbotlashimiz kerak.
Endi biz tarixiy materialda qarasak, Xo'sh. Svin Hidinninki vatanimizni 3 qatim ekskursiyaga, ekspeditsiyaga borgan shivsiylik tadqiqotchi Svin Hidinninki kitobida bizim vatanninki xaritasi sizilgan ekan. 1935-yili xarit ekan. Xitoylar hozirgi kommunist Xitoylar bizni besvelishdan burunqi 14 yil burunqi xarita. Yani Svin Hidinninki Majnunning Qechishi degan kitobiningki eng oxirgi bitida Sharq Turkistonninki 1935-yildagi xaritasi sizilgan ekan. Bu xaritada eng yaxshi masshtab bor ekan. Yani masshtabi bo'lmagan xaritaningki yuz o'lchimini, yer ko'lamini hisoblab bo'lmaydi. Tasa, to'g'ri, masshtab bo'lsa. 7 nisbatli ekan masshtabi. Biz bu masshtabga asosan xaritashunoslarga hisoblab turdik buni. Hisoblash natijasida shu Svin Hidinninki Sharq Turkiston xaritasiningki yer ko'lami 1.828.680 kilometr chiqdi taxminan. Yani bu Sharq Turkiston davos qilayotgan muhojiratlik tashkilotlarimizningki da'vo qilgan yer ko'lamimiz 1.828.418 dan asosan o'xshab ketadi. Nayta az farq bor. Az farq bor, to'g'ri. Biz mushu Svin Hidinninki 1935-yildagi xaritasi orqali, xaritaning masshtabi orqali chet eldagi muhojiratlik tashkilotlarimizningki da'vo qilayotgan, o'tirib qo'ygan Sharq Turkistonninki yer ko'lamininki to'g'ri ekanligini isbotlab chiqdik. Allah razı olsun. Hakikaten çok fark yokken mesela biz 1.848.000 kvadrat metre deyimiz ya bazı teşkilatlarımız. Şunda olganda bunun da bir 20.000 dek naydı asasen çok bir fark asasiyetin çok fark yokken naydı mühim bir arxivken çünkü bu bizim yakın zaman tarihimizin münasebetlik bu yer meydanımız münasebetlik xaritlerde köpüncüsü de siz degендek masshtab yok. Memece xaritini kögen çeterlikler, ecnebiler tarafından laylangan masshtab bo'lmagan kun buni hisoblab chiqish testi sizlar bu nayda yaxshi bir tarixiy manbaga tayanibsizlar ham bizning hozirgi qo'llanib kelgan talaffuzimiz o'rtasida cho'ng bir farq yo'q. Endi bu yerda bizning ziyolilarimiz, ba'zi tadqiqotchilarimiz deydi, endi masalan Sharq Turkiston zimmidan bundan kichiklab ketishida deydi shu Gansu Chinxay tarafından qo'mul tarafildimi Xitoy markaziy hukumatiniki bu atalmış Şinjan Abdurrahimov xalq hukumatining va xalq qurultiyi doimiy komitetining hech qanday tasdig'ini yo ma'qulligini olmay nurg'un ziminni bu Xitoyning o'lkalariga qo'shib etganligi. Çünkü adimizatsiz yerler yaman ko'p qo'mul taraflarda endi cho'lliklarni bilan buni ba'zi o'lkalarga Xitoyning o'zining o'lkalariga buni qo'shib etganligi bu Sharq Turkistonniki ziminniki Xitoyning statistikalarida yillarga ozlab ketayotganligining bir sababi debmi deyishdi hamda ba'zi tadqiqotchilarimiz. Xo'sh, bu haqda nayt obdan bir izlanish yapilibsa, Sharq Turkiston tashkilotlari va Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatidan shug'ullanayotgan bizning siyosiy faoliyatchilarimiz buni nayt qimmatli bir material manba sifatida paylansa ekan. Elbette siz degan mush nuqtalarda birliktirish masalasida cho'qim chet elda vakil xarakterlik tashkilotlar bir yerga kelib, buningda bir o'zimizningki prinsipimizni bekitib olsak ekan. Xo'sh, endi sizlarningki bu birlik kelish haqida bergan takliflarniki sizlarning qo'llanmalaringlardagi eng muhim, eng ko'p ixtilof, eng ko'p talash tortish, eng ko'p to'qnashuvlayotgan bir birlik kelish masalasi keldi. Sharq Turkistonning nopusida birlik kelish masalasi. Az qarindoshlar, Sharq Turkistonning nopus birlik kelish masalasi hozir ekranga tushadi. Bularninki tadqiqotininki asosiyatning xulosasi ekan bu ekranga tushgani. Sizlar bilasizlar aziz qarindoshlar, biz masalan dunyo Uyg'ur qultiy bo'lish suhbatimizdan burundan tortib 18 milliondan 20 milliongacha deb kelgandik. Vatandagi Sharq Turkiston Uyg'urlarning umumiy soni, Uyg'urlarning uning boshqa millatlar emas, Uyg'urlarning umumiy soni deb kelgandik. Endi bu Türkiye'dekiler, O'rta Sharq rayonidagilar 30 milyon deydi, 35 milyon deydi, 40 milyon deydi. Şununla bizden mi biraz xapa hazırlayacağız. Sizler Xitoy nopusini azaltamayasınız, dünya korkulu diye. Sizler bir 20 milyon de degan 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon Uyg'urlarning soni deydigan har xil qarashlar bo'lyapti. Bu vaqtmi sizlarning aytib yaxshi bir izlash yapagandek tursizlar, tadqiqot yapagandek tursizlar. Sizlarning bu vaqtdagi tadqiqotinglar natijasi va sizlarning tavsiyalaringiz nima endi? Sharq Turkistonning nopusiga kelish.
To'g'ri. Biz Sharq Turkistonlik Uyg'ur biz o'zimizningki nüfusning nihoyat ko'p bo'lishini, o'zimizning nihoyat kuchli bo'lishini har qanday Uyg'ur, har qanday Sharq Turkistonlik orzu qiladi. Shundoq. Bu bir arzu. Ama reallik biz arzu qilgandek davomli doim bo'lmaydi. Siznikidek bu bütün yer shari xarakterlik meselelerde bularmı bizninki her qaysi davlatlardagi Sharq Turkiston tashkilotlarimiz, aktiv Uyg'ur paydaşlarımız ağzımızdan chiqayotgan so'zninki uraniga, vezniga diqqat qilishimiz kerak. Endi bizda imkon yo'q. Nüfusimizni birdan sanaydigan hozir sharoitimiz yo'q. Xitoy bizni besib oldi. Albatta. Ahir sharoitda biz vatanimizdagi haqiqiy bir nüfusni isbotlab, sanab, o'ymay berib qilishga imkonimiz yo'q. Ama biz endi hammamiz bir o'qigan bilimlik Uyg'urlar, vatanimizni Sharq Turkistondan suydigan Uyg'urlar. Biz bu xalqaro jamoatga Uyg'urlar zoti qanchalik desa, biz bir ilmiy bir şekilde bir narsa o'tirib qo'yishimiz kerak. Yani en az deganda mushunchalik Uyg'ur bor, en az deganda mushunchalik Sharq Turkistonlik bor deb deyilishimiz kerak. Buni bir ilmiy bir manbaga tayandirishimiz kerak. Xitoylar 2015-yili eng oxirgi nüfus statistikasida Uyg'urlarning nüfusini 11 milyon 303 ming. Shundaqa 11 milyon 300 necha ming. To'g'ri. Uyg'urlardan boshqa, yani Xitoydan boshqa Sharq Turkistondagi 12 yerlik millatning nüfusini taxminan 3 milyon 160 ming 400 deb e'lon qildi. Jamdigan qo'shqa vaqtimizda. Shunaqa vaqtida Sharq Turkistonda Xitoydan boshqa aslidagi yerlik egisi bo'lgan 13 millatning nüfusi taxminan Xitoyning statistikada 14 milyon 463 ming 700 deb e'lon qilgan bo'ldi 2015-yili. Bu son Xitoyninki soni statistikasi buni aniqlam kam deydiganligini hammadan bilamiz. Shundoq. Ularninki nüfusu ta 1949-yildan boshlab nihoyatda asti suratda eshib borgan. Xitoyninki nüfusu nihoyat tez suratda eshib bordi. Tabii ki bununla yana bir sebebi bizni Xitoy qirg'anligi uchun o'zliksiz turmaga tashlab, o'zliksiz har xil badnamlarni chaplab, qiynab qistab o'ldirganligi uchun nüfusninki tabiiy ko'payishimi ozlab mangdi. Ama bunun seçtiğinde hastaların bir az göz tutuşpa. Ama biz neçe vaktin yakın bu şunak bir mende boğası buldu deb iznip kelgen. Xo'sh. Ama 2013-yili vatandagi bir Yoshlar ovozi degan bir torbetda bir maqola e'lon qilindi. 2013-yili bizim vatandagi yoshlarimiz intayin qiyin sharoit ostida izlanib bir-birisiga aloqalashib, har birisi shu yizma-yiza, kent nüfusunu aniqlab, en ahırda naim vilayet aniqlab, Uyg'urning nüfusunu 18 milyon aşı vaqtida. Azı qarab tepirey, aniq xatolashmay. Xo'sh. Bir minut. 18 milyon 838 ming 470 deb e'lon qilgan. 2013-yili vatandagi chiqqan Yoshlar ovozi degan torbetda. Buni maqsad ediki, buni Xitoy e'lon qildigan. Xitoyning raqami deydi. Xitoy shu 2015-yili bizni 11 milyon deb e'lon qildi. 2012-yili 10 milyon 9 milyon deb e'lon qildi. Bu Xitoy bizni rasmiy raqamda e'lon qilsa, buni Xitoy qandaqsiga birleriga uyushtirib masalan, bu vilayet nayi bu raqamni o'tirib qo'yg'izib, taxminan 19 million yaqin raqamni e'lon qilsin. Bu bir logiksiz bir narsa. Biz bu manbani 2013-yili Uyg'ur Akademiyasining to'g'ri bitidimi e'lon qilib ekanmiz. Xo'sh. Biz bunga qarab tafsil o'qib chiqdik. Buningki haqiqatan shu yerdagi Uyg'urlar izlanganligiga qanoat his qildik. Tabii ki bu %100 to'g'ri bo'lishi natayin. Yani %100 to'g'rilik faqat Allohga xos. Bizning mustaqil davlatimiz bo'lsa, andaki Allohning yordami bilan biz o'zimiz sanasak, haqiqiy to'g'ri sanni
erişeleymiz. Şunda. Hem de bu keyinki vaqtlarda nüfus qilinmagan, qarnıbus bolgan, yani Xitaylar qasdan nüfus qilmagan Uyg'urlar bor, nurg'un bu vaqtda tug'ilgan. Bularningki sonini taxminan 1 million atrofida desakmi, 1 million degan bek cho'ng jiqsan u. Elbette. Az bir son emas. Desakmi, vatanda shu 2013-yili atrofida taxminan 20 million Uyg'urningki borligiga bir manba topdik. Manbaga erishdik. Ondan keyin biz vatanning sirtida qanchalik Uyg'ur bor degan narsani biz masalan Yevropadagi Uyg'urlarni mesela Dolqin Isa, ondan keyin boshqa Yevropada uzun mezgil yashagan qarindoshlarimiz, O'rta Osiyo, Amerika, Turkiya, mesela boshqa davlatlardagi Avstraliya qatorliq davlatlardagi Uyg'urlarning sonini biz aşağı uzun mezgildan başa ishlayotgan Uyg'urlar aralashtirgan gap so'zi joyida to'g'ri bo'lgan, bek mubolag'a qilmaydigan Uyg'urlarimizdan so'radik. Sonra taxminan 800 mingdan ortiq, eng az deganda 800 mingdan ortiq Uyg'urlarning borlig'ini muajiratda uni qildik. Biz yana az degan deb qoldi degan taqdirdami balkim 200 ming, 300 ming, 400 ming Uyg'urni biz az deb qolgan bo'lishimiz mumkin. Shuni taxminan seçtiğinde 1 milyon atrofida muajiratda Uyg'ur bor ekanligini biz davlat isbotlash qilib qildik. Ba'zi masalan Qozog'istonda 260 ming atrofida deb rasmiy raqam e'lon qildi Qozog'iston hukumati. Ammo Qozog'istonlik tadqiqotchilarimiz deydi-ki, taxminan 400 mingdan 500 ming atrofida Uyg'ur bo'lishi ehtimoli yaqin deb dedi. Hamda birisi 500 ming dedi, qolganning hammasi 350 ming, 400 ming atrofida bor deb degan bo'lg'achqa biz 400 mingni o'tirchi raqam deb oldik. Yani shunga o'xshash, mesela Qirg'izistondagi Uyg'urlar, O'zbekistondagi Uyg'urlar, Tadjikiston, mesela Turkiya qatorliq davlatlarda Uyg'urlarning nüfus bir qadar ko'p ekan. Ularning sonlarini aniqlab chiqdik. Ammo Yevropada, Amerikada, Avstraliya, Yaponiya, mesela bu taraqqi qilgan davlatlarda Uyg'urlarning soni uncha ko'p emasligi hammamizga ma'lum. Buni qo'shsak, taxminan muajiratda 1 million, eng az deganda 1 million Uyg'urning borlig'ini biz hisoblab chiqdik. Shunday bo'lganda, vatan ichki va sirtida eng az bo'lganda 21 million Uyg'ur bor. Qolgan taxminan 4 million atrofida bizningki yerlik Turkistonlik qarindoshlarimiz bor. Ular hisoblaganda eng az deganda 25 million Uyg'ur bor. Yani eng az deganda. Ko'p bo'lishi mumkin. Bu sizlarning oxirgi kelgan xulosalar 25 million atrofida. Qo'ydik. To'g'ri, bu haqiqatan endi bu nopos masalasida men bu burun atalmish Janqiliq radio stansiyasi yashirgandimmi buningga umumyuzlik nopos tekshirish shohid bo'lgan 4 yildan 5 yilda bir umumyuzlik nopos tekshirish yapıldı. Buningga shohid bo'lgan va buning qatnashgan ba'zi Uyg'urlarning ba'zi inkoslardan anglaytdim men. Masalan, isim xatolashmagan bo'lsam, men vatan chet elga hijrat qilib chiqishdan burun, balkim 90-yildan 91 bilmayman, esimda qolmabdi. Bizning bir qarindishimiz yapgan shu umumyuzlik nopos tekshirish qatnashgan. Endi Xitoylar odatda o'ziga foydasiz son sifirlarni, sonliq ma'lumotlarni birasidan ikkisiga yushirdi. Buni chet ellik Xitoy demokratlari buni e'tirof qildi. Butun Xitoy demokratlari buni ta'kidlab kelyapti hozirgacha. O'ziga foydasiz har qanday statistikani, sonliq ma'lumotni bir hasidan ikkisiga yushirdi deydi. Bu Xitoyningki bu xarakter, bu mohiyatini ko'rsatgan vaqtida hozir shu 25 million, Xitoy o'zi 11 million 600 necha ming deb e'lon qildi. Uyg'urlarning nüfusini. Hozir 25 milyon bunu hesaplasak bu biraz muvafiq bir son deb qaraymiz. Albatta bu ilmiy tekshirish, ilmiy tadqiqot natijasida kelgan bir xulosa ekan. Uyg'ur akademiyasi tomonidan tashkillangan akademiya hay'ati tomonidan kelgan xulosa. Aziz qarindoshlar, ekranda bir varaq ko'rinib turgan bilan bu amaliyotdan uzun bir tirishchilikniki, uzun bir pedagogllikning natijasi. Albatta bu masalada chet eldagi muajiratga Sharq Turkiston tashkilotlari buningda darhol birlik kelishimiz kerak. Bu nihoyatda muhim bir narsa. Chunki chet elliklarning oldida birimiz 30 milyon, birimiz 40 milyon, birimiz 18 milyon desak, chet ellikning oldida boya Abdulhamid Qaraxon inimiz degandek obro'yimiz bo'lmaydi, qilgan da'voyimizning hurmati bo'lmaydi, uning ishonchlik darajasi yuqori bo'lmaydi. Har xil nima qilgan odamniki o'zininki nopostini tuzuk bilmasa, qanday da'vo qilgan odam bu deydigan bir tuyg'uma kelib qo'yamiz ajnabiylarni. Shuning bu masala nihoyatda muhim. Endi yana bir tartibasam xo'sh.
Berat'ka. Hoş. Hem bu vaqtda Türkiye'deki bazı qarindoshlarimiz bizga o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'ydi, inkaslarini. Dedi ki bu Sharq Turkistonning nüfusini sizlar belki az ko'z tutibsizlar. En az deganda bir 10 milyon Sharq Turkiston nüfusini az ko'z tutibsizlar. Cho'qim az deganda 30-35 milyon Uyg'ur bo'lishi kerak dedi-de. Shundan biz dedik ki sizlar bir yaxshi bir manba tepinglar. Yaxshi qayliqlarli bir tarixiy manba tepinglar. Hazırki nimeni eksilttirgen bir şekilde. Biz onun asasen hata qilgan bo'lsak, tuztayli degan javobni berdik. Ba'zi dedi ki meningki ailemde 9 jon bor. Jon bor, ba'zi deydi 7-8 balam bor, onunki ikkisi uchisi nüfuslu qolganlari qar nüfus. Bunda Uyg'urlar intayin ko'p degan gapni dedi. Ben mi şahit olgan çünkü ben de Şarkı Türkistan'daki bizim muhbirlik hayatımda vatanda. Bir 80'ler nayına bir 2-3'ünü hesap kalmadan hemisi bağlan. Bu 88. yılı planlık bu siyasetini 88. yılı yol koydu Uygurlar kartı. Bu jarayanda üzere akış kılıp, bu kılıp nüfusqa tizimlatmagan nurgun perzentler balla. Bularning bağlılığı aynı vaqtida vatanda muhbirlik qilib har qaysi noilaga, yez, qishloqlarga borgan vaqtida buni his qilgan nurgun qarindoshlarimiz aytdi, bolalarimizning nüfus yo'q, nüfus qoldiraylik deb ma'lum qilsak, jarimani kildi, shunga qilyapmiz deyilgan. Bu sizning bu demangiz to'g'ri, reallikqa mos keladi haqiqatni tasavvur. Biz bu vaqtimiz bir manba topsak, biz manbaga asosan qayta tuzatsak bo'ldi, ammo qo'limizda hech qanday manba yo'q, isbot yo'q. Mushundaqlar deb biz hukm qilsak, bu ilmiy akademik nimasiga tushmaydi ekan. Bir chet yoki bo'lmasa bir bizning da'voni qo'llayotgan cho'ng davlatlar qilib, sizlar nimaga asosan bunday deysizlar desa, biz bir narsani ko'rsatmasak ularga, bir narsani qilsak, bu sizlar davlatning bir tuproqning zaminini millat da'vosi qilmay boshqa ish qiladi deb deyish mumkin. Demakchi o'g'lim, hozir keyingi ahvol ostida yana bir nuqtani o'ylashimiz kerak. Xitoylar keyingi vaqtlarda 10 yilda nurg'un Uyg'urlarni qirib o'tdi. Shunday. Nurg'un Uyg'urlarni turmaga tashildi, lagerga tashildi. Qanchiliki hayotda qanchiliki hayotini qo'ydi, mesela shahid bo'ldi. Buni biz bilmaymiz. Cho'g'unim Xitoylarga qaraganda, boshqa millatlarga qaraganda bizning nüfus ko'payishimiz keyingi vaqtlarda aslab mangdi. Bu nuqtani bizningki Uyg'urlarimizningki nazarini saqlab qilmasligini qilamiz. Demak, shu takrorlayman. Agar bu nüfus nimasida texmi qayliqlarli, texmi yaxshi bir narsani o'tirib qo'yib bizga ta'minlasanglar, biz intayin xursand bo'lamiz. Bizmi Sharq Turkistonlik, bizmi Uyg'ur millatimizning nüfusining intayin ko'p bo'lishini kuchli orzu qilamiz. Ammo qo'limizdagi manba o'sha bo'lgan bo'g'achqa biz shu manbaga asosan ish qilishga so'zlashga majbur. So'ng qarindoshlarimizniki bu vaqtda bizga ishonchli manbalardan ta'minlashini tekrar Rahmat Abdulhamid Ukam nayt qimmatlik bergan ma'lumotingiz uchun. Albatta bu nüfus masalasi bak muhimdi. Bu vaqtda hech bo'lmasa bir dastlabki bir izlanishning bir natijasini ko'rgan bo'ldik. Albatta bu taqimni mukammallashtirishimiz kerak deb o'ylayman. Nayt muhim masala aziz qarindoshlar, sizlarning ko'rayotgan dunyo qurultiyi tomonidan tasdiqlangan to'rt televiziyasining naq maydon programmasi. Bugun biz Uyg'ur akademiyasi ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon inimiz bilan biz Sharq Turkiston mustaqillik harakatida birlik keltirish zarur bo'lgan ba'zi masalalar degan temani tushirdik asosda. Chunki bular mushu masalada tadqiqot olib borgan va tadqiqot natijasini yaqinda e'lon qilgan. Mushu masala haqida so'zlashyapmiz suhbatimizning beshida. Masalan, Sharq Turkistonning ism masalasi, Uyg'urlarning nomini chet elda inglizcha qanday yozilishi, bayroqning rangi, o'lchami, uning kod o'lchami, istiqlol bir yerda nima davlat gripimiz, Sharq Turkistonning davlat gripi, uning o'lchamlik shakli hamda nüfus zaten bizning nüfusimiz zaten qanchalik degan masala keldi va hozir bu birlik keltirish haqida bo'lgan tadqiqotning oxirgi nuqtasi bo'lgan istiqlol marshimizni birlikka keltirish masalasi bularniki bu qatim o'tirib qo'ygan tadqiqot loyihasiniki qo'llanmada tuzib chiqqan eng oxirgisi bu Sharq Turkiston istiqlol marshini birlikka keltirish masalasi. Aziz qarindoshlar, buningda haqiqatan ham ko'p ixtiloflar bor, bunga o'xshamagan qarashlar va istiqlol marshiniki tekst haqida biz hozirgacha ikki xil
Ba'zida 3 xil istiqlol marshining nusxasini paylaşıyapmiz hozir biz chet elda faoliyat olib berayotgan tashkilotlar bo'lsin, siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, hatto bizning istiqlol marshimizningki bu yerda ovozimiz hozir 2 xil zaten. Türkiye'dekiler, O'rta Sharqdagilar boshqacha bir og'ini qo'llanadi, biz boshqacha bir og'ini qo'llanamiz. Tekstidimi zaten o'xshamagan 2 xil, 3 xil tekstlar bor. Bu mu bizning içimiz işte talash tartish paydo qilayotgan eng muhim narsalarning birisi. Masalan, aziz qarindoshlar, mishada istiqlol marshi chiqdi. Buni men xatırlatib qo'yay. Biz Dünya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan 2018 yıldan başlap biz bütün dünya miqyosida istiqlol marshi medali mukofot deb tuzumni yo'l qo'ygan. Maqsadimizmi shu bizningki tunji jumhuriyatimizdan qolgan qimmatli angishtirimiz ne umumlashtirish butun xalqimiz ichida, butun yosh o'smirlarimiz ichida umumlashtirish maqsadida istiqlol marshi mukofotini yo'l qo'ygandik va uning tunji qatimliq mukofot taqdish marosimini biz 11 oyninki 10 kuni Germaniyada tunji navbatdagi Sharq Turkiston Milliy Kengashining ichilish marosimida 23 davlatdan kelgan 300 ga yaqin vakilni oldirib buni taqdish marosimini o'tkazdik va bu yerda ham shuni eslatib qo'yay, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tarafidan boshlatilgan bu istiqlol marshi medali mukofot tuzumi kelay yilmi yana davom qiladi va bağlash hay'ati 2019 yili 1-oyning 1-kunidan boshlab asar qabul qilishga boshlaydi va bu haqda Dunyo Uyg'ur Qurultiyi bilan aloqalashinglar. Kelay yillik istiqlol marshi medali mukofoti texnik keng doirada bo'ladi. Shaxslar bo'yicha, kollektiv bo'yicha va oilalar bo'yicha 3 kategoriya bo'yicha berildi aziz qarindoshlar. Balkim inshaalloh Allah nasip qilsa mukofot sommasini oshirish o'yimiz, planimiz bor. Albatta bu yerda deb qo'yay, yana bu ishning men sponsor bo'laman. Shu mukofotning plani kategoriyasiga deb buni sponsor bo'lish ne arzu qilgan qarindoshlarimizmi Dunyo Uyg'ur Qurultiyi bilan bu haqda aloqalashib bo'ldi. Xo'sh, Abdulhamid Fukam nayt obdan yaxshi izoh beryapsiz. Endi bu sizlarningki oxirgi bu tadqiqot Tonla oxirgi nimasi birlik keltirish masalasida bu Sharq Turkiston milliy marshini birlik keltirish masalasi. Bu vaqtda sizlarningki izlanishinglar qanday va kelgan xulosanglar qanday? Uldo rahmat. Bu vaqtda men hozir oxircha izlanganimizni o'tirib qo'yib o'tay. Ammo undan burun bir narsani deyishni eslatib o'tay. Nupus haqida bir narsa deyishimiz qolibdimi? Xo'sh. Nupusningki soni haqida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Yevropadagilar, Amerika, Yaponiya, Avstraliya, O'rta Osiyo bu davlatlarning ko'pincha shu 20-25 million atrofida deb ishlik ko'radi. Ammo Turkiyada ham 35 million, 40 million, 30 million deb degan raqamni ishlik ko'radi. Faqat Turkiyaning o'zida ham. Shunga buni ko'pchilikningki yaxshiroq izlanib beqishni, agar texnik yaxshi bir dokladni qilsa, bizda aloqalashishni umid qilaman. Hamda bu nimaga kelganda Sharq Turkiston milliy marshida qanday bo'ldi desa, biz diqqatimizni tortdi. Bu o'xshamaydigan yerlarda, o'xshamaydigan Sharq Turkiston istiqlol marshininki o'qilganligini, tekstlaridan farqli borligini diqqatimizni tortdi. Shundan bu qanday bo'lib ketdi? Bu asli bir xildan bo'lishi kerakdi. Bu nima ishga farqli bo'lib ketdi? Bu birisi qasddan o'zgartib o'tdimi buni? Deb biz izlandik. İzlensek eng oz deganda shu 5 nusxa bor ekan. Bu 5 asli nusxa ekan. Birisi asli, yana birisi ko'paytirilgan nusxa emas. Hammasi asli nusxa ekan. Asli nusxa deganda mamlakatniki beqo'rg'on bolasi Mirahmat Seyit, mamlakatniki izchillari, masalan o'quvchilari, mamlakatning tuqqanlari, yoki mamlakatniki yurtdoshlari tarafidan o'qilgan, eg'izdan-eg'izga bayon qilingan bir marsh. Ayni vaqtida shu 34-yillarda yozilgan ekan bu marsh. Bizning Sharq davlati mustaqil bo'lib, bir yil qolmay mamlakat tarafidan yozilib, izchilar tarafidan o'rinalgan bir marsh. Bu vaqtida bir gazetlarda yoki bir narsada bu nimaga arxivga ilinmagan ekan. Bu eg'izdan-eg'izga ko'chib, mamlakatniki degimdek tuqqanlari, bolasi, izchillari tarafidan eg'izdan-eg'izga aytilib, hozirgi kunimizga kelgan ekan. Endi bu 5 nusxaning bunda bo'lishining sababi, endi buni bizga yetkazganlarning ko'pinchisi yashnab qolgan insonlar. Bularning ko'pinchisi nihoyatda aniq esda tutolmagan bo'lg'achqa, ba'zi misralarni tushirib qo'ydigan, ba'zi misralarni
aralashtiradigan ahvol mavjud ekan. Şoň bu 5 nusxa hemmesi asli nusxa bolgan bilen bu 5 nusxa bir-birisinden farklı bolup qapdy. Şoň bu 5 nusxaning asli nusxası qanday boluş kerekdi? Memtil Tevfik efendim nayet usta bir şair, yani besteci. Nayet yaxşı şiirini yazdıgan birisi. Bundaq adam bu şiirini yazgan vaqtida bununki ma'nisiniki bir-birisiga moslashishi, qafiyasining bir-birisiga moslashishi mesela. Misralarninki bir-birisiga moslashishi buni diqqat qilib yozdi. Yani bu nuqtani o'ylab turib biz 5 nusxani birga ekilib selishtirdik. Misrama misra, so'zma so'z selishtirdik. Selishtirib, yo'rakamlaysidagi turkologlar, tarixchilar, shoirlar, edebiyotchilar nazorat mesela nima qilib, o'zaro munozara qilib 5 nusxasini bir joyga kelib redlab chiqdik. Biz redildik. Yani yangi bir Sharq Turkiston istiqlol marshini yezib chiqmadik. Tushunish bo'ldi. Hatto ba'zilar bizga bo'hton chopildi. Sizlar qasddan Turkiston davlat marshini o'zgartib yangidan yezib chiqdinglar deb. Undaq ish yo'q. 5 nusxasini hammasini biz bu qatimli dokladimizda hammasini bildik. Misra selishtirib qaysi misraningki almashib ketganligi, qaysi so'zningki almashib chiqib qolganligini biz aniqlab o'tdik. Asosan endi bu 5ni bir-birisiga selishtirgan vaqtimizda eng oxirida buni shu 3 kuplet bo'lganligini biz nim qildik. Ba'zi masalanlar bu qurultay tarafidan o'tirib qo'yilgan narsada 3 kuplet 3 misra. Yig'incha qilsak 3 kuplet 3 misra ekan. Bu marsh degan ya 2 kuplet, 3 kuplet mesela 4 kuplet nim bo'ldi-da. Mesela Turkiyaning 10 kuplet. Shunda. Ama oldingi 2 kupletda o'qiladi. Nurg'un davlat chalolmaydi. Bunda 1 misra agar 4 misra desak 1 misra kam qilib qolgan masalanda. Akimiz 1 misra ortiq qilib qolgan. Undan keyin nimaga qarasak, Rahmat Seyitninki ta'minlagan istiqlol marshida 3 kuplet. Kuplet soni jihatdan aytganda, ondan boshqa Erkin Asiyada yo'riq sayillarda 8-sonida Nemijan Tursunning ishlagan nimasida bu 3 kuplet. Undan keyin vatandagi Kansay to'rbitida Milliy armiyaninki istiqlol marshi deb o'qilganda 3 kuplet. Ve Memleket yazılgan Yalqın Uzu'nunki Memleket Tevfik degan kitobida bu istiqlol marshi o'xshashda 3 kuplet. Biz dedik ki bu Sharq Turkiston milliy marshi 3 kuplet, yani 3,5 kuplet yoki 2 kuplet emas. Emas. Ha, bunun asosan biz 3 kuplet ekanligini jazmlashtirdik. Undan keyin bu Atilla Chingiz Temur degan misralar mesela bir iki asli nüsxasından bak, kalan 3-4 asli nüsxası yok. Bunun üstüne bu bir talaşlatış tiki boğan mesela. Biz Çingiz Han'ın evladı bu mesela. Biz Mongol'un evladını degan bir narsaga sual belgisi işaret koydu. Çünkü biz talaşlatış narsasini bijan qayrib qo'yib, uni biz nazardan saqit qilib, o kupletni ilishib bo'lmayganligi haqida bir qarorga keldik. Ondan keyin eng oddiysi atalarning canları o'chmaydi tarix betidan o'lgan yapqin bilan poklanadi balki nomimiz. Yani bu bir-biriga mos kelmaydi. Bir ikki ashna yillar ekan, ko'pinchisi nim deb desa, atalarning canları o'chmaydi tarix betidan nasli qolib jangovar, biz uning avlodi biz. Atimizdan gap qilyapmiz. Keyingi misra biz uning avlodi bo'lishimiz kerak mesela. Bu menajertin maskildiğin narsa. Aşdan o'xshash menajertin maskilemni kemamda bunu bir o'ylab chiqdik, bir-birimizni selishtirib. Endi agar birli nusxa bo'lgan bo'lsa, buni qilishning hojati yo'qdi. 5 asl nusxa bo'lgandan keyin 5'si bir-birisidan farqlanadi ekan. Shun buni shu ishning ahllari bo'lgan turkologlar, edebiyotchilar, shoirlar shular bilan birga redlab chiqdik. Hem redlegende bu 49. yıldan burun bizning tilimizdeki so'z tavşanınki acizlaşmaydiganligi ko'z mesela deyle qonimiz mesela canimiz şekilde elişninga
zürürlüğüne oturup koyduk. Mesela deyle Kurtuluş yolunda sudaki aktı bizim kanımız. Kelimiz emas meselende. 49 yıllık Xitayla bizning imlayımız özeki vaqtida qilimiz deb, jenimiz deb meselende. Mesela balık degende beliq deb o'zgartganda, baş mesela başımız degende beşimiz deb o'zgartgan meselende. Şuna aslidagi men tilda yashayotgan 1933-34 yilning davridagi bizning tarixiy manba kitoblarimizdagi tilimizdagi bular mushus tavsiyalardan acizlaşmay öz eyni boyunca okulduğanlığını nazarda ep turib, yani acizlaştırmay berdik bunun tekstlerin köpüncüsüne. Aş şekilde bir retlep çıktık. Sizlarniki retlep çıkmanlar azan şu üç koblet. Bunun da hakikaten bu mesela bizdeki hem de reallıkını sözlesek bizdeki tuncu cumhuriyetimizin kuruluşu biraz siz bolgan, oңuйсуздук uçuruşun biraz siz boldu hem de. Devam kılgan vakti cumhuriyetimizin uzun emas. Bu bir reallik. Bunun için bir yerde İstiklal Marşı nenki bir yerde umumlaşışı bir vaktin bolmaganda şu vaqtdagi tarixiy sharoitda. Ama ben 1993 yıl Türkiye'ye hicret qilib kelsem, şu yerde mesela bir qancha akıllarımız vardı. Bu Mahmut Mo'ydiga askar bo'lgan 33 yildagi tunji cumhuriyetimiz mezgilida askar bo'lgan. Bularga şu mesela Mahmut Mo'ydinki askarlari harbiy mashq qilgan vaqtida İstiklal Marşı'nı eğitarken tok. Eğitip çıkır iken tok. Bunu Salih Hacım bildikken, rahmetli Salih Hacım. Anandakin bu nemle bildikken Mehmet Şüşür deydi rahmetli bir arkımız vardı. O mu depretti. Şu vakılda biz aslında kandakta bu tekste de bizim izniş yapmagan şu vakıda. Ama yani fark var. Her biriniki ügengende bir fark var. Bu vaktimin ait obdan bir yaxşı başka turistler. Allah razı olsun. Hakikaten bu bek mühim meselede bugün sizin bu oturup koygan mesele bu Şarkı Türkistan milli resimlerini kaldırıp etsek oldu. Şarkı Türkistan milli müstakillik kuruşumuzda birlik kilişik tegişlik meseleler sizin bu oturup koygan meseleler bugün hakikaten ait mühim. Bunu şu milli müstakillik hareketiyle şoğulmatkan bütün teşkilatlarımız, siyasi faaliyetçilerimiz çokum bu meselede birlik kilişik gerek de oylayman. Çokum bu vakti yani bir başkurtup muşi mesleki vakıda noposun biz Şarkı Türkistan'ın zemini meselesi, devlet gripimiz, istiklal marşımız, bayrağımız bu meselelerde onun ölçemlik şekli de hakkıda. Elbette yeni bayrak, yeni narsa emas, şu bağınınki ölçemlik şekli, hakkıda birlik geliş. Hemen biz namayış çıkan vaxtıda bayrağımızın rengi ses buluş ve başka kullanılan vaxtıda mı Şarkı Türkistan'ın noposu, uygulanan noposu meselesi mi? Hem teşkilatların ağzı gap bir yerden çıksa elbette Uygur davasının xalqaradaki inavat için mi paylık nersem bu? Ecnebi inanı aldı mı? Siz bayır bunu yaşlı sallap öttünüz. Az qarindaşlar bir yerde muşu birlik keltiriş meselesi değildi. Hem de muşu fırsattan paylanıp durup ötkende ben mesela Şarkı Türkistan Marif ve Emkarlık Cemiyeti'ninki reisi hürmetli Hidayetullah Oğuzhan efendim Şarkı Türkistan Milli Kengişi de bu Germaniyanın mümkün şart yapılan bir sözünü kıldı söz kılgan vaxtıda. Sizin diğerleriniz bu okşap gidiyordu. Biz Uygur teşkilatları Türkçe dedi kızıl kırmızı çizgilerimizdeydi. Türkler kırmızı çizgideydi hem de. Ben Uygurca bunu vazgeçmez prensipler. Bizninki milli müstakillik kuruşumuzdaki milli hareketimizki vazgeçmez prensipler. Vazgeçemeydiğen prensipler. Mesela her bir devletin asas kanunları da var. Türkiye'nin asas kanununda plan maddeler özgermeydi, özgertilmeydi. Bu özgermez prensipler mesela payitaht değil mesela. Devletin namı ve başka. Şimdi Hidayetullah Oğuzhan efendim şunu dedi. Biz şu vazgeçmez prensipler yani kızıl sızığımızı bekitip alsak vaxtıda hemkarlışma biraz neme buludu, yaxşı buludu dedi. Muş fırsattan paylanıp durup biz hem de Dünya Uygur Kurultayı xalqarada Vatan içi meselesindeki Şarkı Türkistan halkıga xalqara sorularda vekillik kılavatkan vekillik bir organ hem de. Bizden mi 2004 yıl Dünya Uygur Kurultayı kurulgan vaxtıda biz zaten 2004 yıla kadar onundan burun Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı, onundaki Dünya Uygur Yaşlı Kurultayı battı. Bizden tayanılan prensiplerimiz, kızıl sızıklarımızdan hemisi 1992 yılı
Türkiye'nin 12. ayda Türkiye'nin İstanbul şehri çakırılgan tuncu nöbetlik Halkara Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nın ağan kararları ve kitaplam şunun roydu. Bu bizimki vazgeçmez prensiplerimizde. 2004 yılı bu Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı bilen Dünya Uygur Yaşları Kurultayı birleşip hazırki Dünya Uygur Kurultayı'nın şekillendiği vaxtıda biz Germaniya hükümetiga sungan kurultayımızdaki tasdiqlatish uchun sungan nizomnomamizga ninki eng tepedagi moddasi bor. Hozirgacha o'zgargani yo'q. Bu bizningki ham Dunyo kurultayiniki qizil siziqidagi voz kechmas prinsiplarimiz. Bizningki nizomnomamiz nima deb deyilgan? Birinchisi vatanimizning nomi Sharq Turkiston. Bizni ayblaydi-ku ba'zilar Dunyo kurultayı Sharq Turkiston demaydi. Ammo kurultayimiz qurilgan vaqtidagi bizning Germaniya hukumatiga tasdiqlatgan nizomnomamizning tunji moddasi vatanimizning nomi Sharq Turkiston. Vatanimizning bizning bayrog'imiz 33-yildagi tunji jumhuriyatimizni qabul qilingan ayoltuzlik ko'k bayroq. Davlat gripimiz 33-yildagi jumhuriyatimizda qurilgan, bekitilgan davlat gripi ve bizning istiqlol marşimiz Mamtili Tevfik efendim tarafından kalem qilingan ve 33-yildagi jumhuriyat tarafından qabul qilingan istiqlol marşimiz edi. Ama 5-chi voz kechmas prinsipimiz demakda bizning maqsadimiz g'oyamiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish. Ama nizomnomada bu nizomnomada nimamizni kirgizsak tasdiqlatish mumkin emas. Germaniyaning tashkilot qonunida mumkin emas tasdiqlatish. Biz qonun qurultayimizni bir qonunsiz ahvolga tushirib qo'ymaslik uchun, uni tasdiqni o'tkazish uchun biz uning o'rniga bizning maqsadimiz Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilab, erkin hur yashash huquqini qo'lga keltirish deb yozdik. Ama yana shuningga parallel holda uni Germaniya hukumati tasdiqlatib bo'lgandan keyin 2005-yil 7-oyda biz yana Dunyo Uygur Kurultayı tarafidan Myunxen kitobnomasini e'lon qildik. Nurg'un yoshlarimiz bilmaydi. Nurg'un qarindoshlarimiz bilmaydi. Bu Dunyo Uygur Kurultayı'niki voz kechmas prinsiplarni men sanab o'tdim. Ama hozirgi deydiganlar var. Bu Dunyo Uygur Kurultayı Sharq Turkiston demaydi. Voy Dunyo Uygur Kurultayı mustaqillik demaydi, u demaydi, bu demaydi. Kulkilik bir narsa endi. U bizning qizil siziqimiz, voz kechmas prinsiplarimiz. Biz 2004-dan tortib buningga bekitib bo'lgan bizningki nimada. Uningdagi Myunxen kitobnomasi nima? U amaliyotda 2005-yil 7-oyda biz e'lon qilgan Myunxen kitobnomasi amaliyotda bizningki mustaqillik kitobnomamiz. Uningda nihoyat aniq yozgan. Amaliyotda bu Myunxen kitobnomasi biz 2005-yil 7-oyda yana haq qurultayimizning keyindan fitna fasod qilmasa bizning g'oyamizni, maqsadimizni aniq uqtiraylik deb uni e'lon qildik. Buningda bizning maqsadimizningki Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilangan ziminimiz, vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish bizning g'oyamiz ekanligiga o'tirib qo'ydik va kelgusida qanday davlat quramiz? Chunki shu vaqtda ajnabiylar ko'p so'raydi bizdan. Sizlar mustaqilimiz desizlar, qanday bir davlat qurasizlar? Davlat sistemini qanday bo'ladi? Qaysi shaklda qurasizlar? Davlatni qanday idora qilasizlar? Biz buningga biz rasmiy bu Myunxen kitobnomasi kelgusida qurilmoqchi bo'lgan davlatimizningki asos qonunining qisqartirilgan nusxasi. Bu Myunxen kitobnomasi bunda o'tirib chiqqan emas. Bu 90-yillardan boshlab bu yerda muhtaram Erkin Alibtekin akamiz buni xalqaro qonunchilar bor bu yerda. Ayni vaqtdagi shu vakolatsiz millat tashkilotining boshqati bo'lgan Michael von Wald va shunga o'xshash bir guruh shu xalqaro qonunshunoslar bilan birlashib turib, uzun yil butun Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki biz paylanishga tegishli butun nizomnomasidagi moddalardan paylanib, butun xalqaro ahdnomalardagi biz paylanishga tegishli moddalardan paylanib turib, buni bir qancha yil sarf qilib, buni hozirlab chiqqan va 2005-yil 7-oyda dunyoga rasmiy qurultayninki rasmiy qarorini o'tkazib, buni e'lon qildik. Buni kelgusida qanday davlat quramiz bu deyilgan. Bizning tashqi siyosatimiz hatto qanday bo'ladi? İçki siyasetimiz qanday bo'ladi, qonun sistemimiz qanday bo'ladi. Bu hammasi aniq o'tirib qo'ygan va eng beshida bizning maqsadimizningki, g'oyamizningki mustaqil bir Sharq Turkiston qurish, ham asliga keltirish, ham mustaqil davlat qurish. Bu aniq deyilgan va hozir bu Myunxen kitobnomasi Dunyo Uygur Kurultayiniki to'r betida hozirgacha quyoqliq azqindashda shunga Dunyo Uygur Kurultayi kendinden hem de bu Dünya Kurultayı mustabid komünist hakimiyetininki közü kadarlıqan bir mıh, yürüyü sancılgan ötkür bir xanjar. Şunun için Xitay hakimiyetininki en asaslı hücum nişanlarından biri. En asaslı hücum nişanlarından biri. Her xil özü bivasıta atraptan xalqaro sanlar diplomatiya jihatdan özünün siyasi, iqtisodiy kuchini, diplomatik kuchini paylanib, bizning xalqaro siyosiy sanlarda olib borayotgan harakatlarimizni to'sashga urinsa, yana bir chet tarafdan o'zining shu chet eldagi
o'zininki nimalar orqali, munofiqlar orqali, o'zining xoinlari orqali, jasuslar orqali bu yerda qurultayning g'oyasi va maqsadi va qurultayning voz kechmas prinsiplari haqida har xil fitnalarni terib, dunyo uyg'ur qurultayiniki faoliyatlarininki kundan kunga zo'rayotgan bu faoliyatlardagi putlukashonlik qilishga va xalqimizni Dünya Uyghur Qurultayı'nın arışqa, uzaqlaştırışqa urinib keldi. Aziz qarindoshlar, bu masalani bu yerda alohida bir ta'kidlab qo'yg'im keldi va bundan keyin agarchi Myunxen xitobnomasining to'liq tekstini o'qiyman desanglar, bir bu kelgusida qurmoqchi bo'lgan Cumhuriyatimizning asosiy qonuni ning qisqartirilgan loyihasi, uni sizlar Dünya Uyghur Qurultayı'ninki to'r betidan ko'ralasa va bu vaqtda biz keyingi programmalarimizda ayrim izohatimizni beramiz. Aziz qarindoshlar, chunki mening bu davatgan Dünya Uyghur Qurultayı'ning voz kechmas prinsiplari boya bizningki hurmatli inimiz va bizning akademisyen Abdulhamid Qaraxon apandimninki Sharq Turkiston tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz birlik kelishiga tegishli bo'lgan muhim masalalar degan bu o'tirib qo'ygan taklif loyihalariga biroz paralel kelgani uchun bu yerda buni eskartib qo'ygim keldi. Biz her zaman bizning Dünya Uyghur Qurultayı'ning nomi Dünya Uyghur Qurultayı. Buni biz o'zimiz bekitib olmagan, to'rtadan o'tirib 2004-yili ikki taraf ikki qurultay birlashib qurultayni qurgan vaqtida biz butun vakillar talash tortish qilib har xil ismlar haqida bu qurultayning shakli haqida shu vaqtda hukumat qurayli deganlar bo'ldi, milliy parlament qurayli deganlar bo'ldi, har xil loyihalar buni qurultayning ismini bunday deb atayli deganlar bo'ldi. Ama biz xalqarada Uyg'urlar masalasini tuntish uchun, Uyg'urlar masalasiniki xalqarada tunmuş darajasini oshirish uchun, bu qadamni tiziltish uchun ayni vaqtdagi vakillarninki ko'p sondagi vakillarning ovozi bilan o'rni bekitdik. Ama bizning davlatimizning nomi har zaman Sharq Turkiston bizning nizomnomimizda hozirgacha ba'zi qarindoshlar buni eslatib qo'ydi. Hurmatli qarindoshlar, bugun nihoyat ahamiyatli bir suhbat olib bordik va ahamiyatli va nihoyat muhim va nihoyat nozik va nihoyat bir yerda akademik bir kuch sarf qiladigan bir masalalarni aziz qarindoshlar muzokara qildik. Bu masalalarda Bay Abdulhamid Qaraxon apandim degandek, bundoq nozik masalalarda u subyektiv hissiyotimizga berilib gapirmasligimiz kerak. Uyg'urlarning nopos masalasi bo'lsin, boshqa masala subyektiv hissiyotga berilmasligimiz kerak. Biz ilmiy tadqiqot tayinishimiz kerak, tarixiy manbalarga tayinishimiz kerak va bu haqda to'g'ri ilmiy analiz va xulosa kelishimiz kerak. Bu mu bizning Sharq Turkiston va Milliy Mustaqillik harakatiningki bu yerda sog'lom, muntazam taraqqiy qilishida bu mu nihoyat muhim. Bu yerda men Uyg'ur Akademiyasiga va Sharq Turkiston Milliy Mustaqillik harakatini nihoyat qimmatli shunday materiallar bilan, tadqiqot dokladlari bilan, akademik fikrlari bilan, istiqroriylik bilan programmalari bilan hozir ish ta'minlab kelgan, davomimizning taraqqiy qilishida muhim rol o'ynab kelgan Uyg'ur Akademiyasiga va bu Uyg'ur Akademiyasidagi bütün olimlarimizga, akademisyenlerimizga, tadqiqotchilarimizga alohida rahmat aytaman va bugungi hurmatli Abdulhamid inimiz sungan bu taklifni barliq keltirgan akademisyen qarindoshlarimizga tekrar minnatdorligimni bildiraman. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi suhbatimizni mishaga oxirlashtiraylik. Abdulhamid inimiz bilan Uyg'ur Akademiyasi haqida o'tkazilgan bularning apparatqan ilmiy tadqiqotlar bilan o'tkazilgan nimalarimiz nihoyat ko'p, temalarimiz ham haqiqatan hamda nihoyat ko'p. Chunki hozirgi vaziyatda bizning milliy va diniy mavjudligimiz nihoyat cho'ng bir xavfga duch kelyapti. Bizning davomi xalqaro nihoyat jiddiy bir nimaga burilish nimasi keldi. Xalqaroda nihoyat jiddiy bunday bir sharoitimizda bizmi albatta Uyg'ur Akademiyasini o'rnak qilib, bizmi ilmiy tadqiqotimizni jiddiyleştirişimiz gerek deb o'ylayman. Atayata vaqtingizni chiqarib, bugungi suhbatimizga qatnashib berganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman va tekrar Uyg'ur Akademiyasini bu nihoyat go'zal bir tadqiqot natijasi uchun tekrar tabriklayman. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Qarindoshlarimizni yutundigan bir narsamiz bor. Xo'sh. Yaqingi mezgildan buyon Xitoyninki bizga bo'lgan irqiy qirg'inchilik zulmning eşib berishga ergishib, vatan sirtidagi muajiratdagi qarindoshlarimiz uyg'ondi, hali ko'p bir qismi silkindi. Ciddi bir şekilde bir hareket mevcut.
Bu harekette intayin sistemlik, nait ilmi bir şekilde plan programını tüzüp, nait yaxşı oylanıp iş qilishimiz kerak. Çünkü düşman her zaman boş durmaydı. Bizde bir gap var. Su uxlusimi düşman uxlamaydı degan gap var. Düşman bu hareketlerimizga buzg'unchilik qilish uchun bizni parchalab, bölüp bir-birimizga qarama-qarshi ziddiyatga keltirish uchun qo'ldan kelishicha ilmi nayran bilan harakat qilyotdi. Shuning uchun sirtidagi bular muhojiratdagi qatnashchilarimizdan ki nihoyatda sagak salmoqlik bilan ish qilishni bularmi sifatni va strategiyani va shundaqla bütün Sharq Turkistonlarniki milliy manfaatini oldingi o'rin qo'yib, ashuni o'lcham qo'yib ish qilishni biz samimiy bir shaklda talab qilamiz. Bu sohada nihoyatda unumlik ve nihoyatda ta'sirlik faoliyatlarni qilayotgan dunyo ruhiyatli boshliq bütün Sharq Turkiston tashkilotlarimizga biz samimiy salomimizni yo'llaymiz. Ko'p rahmatimizni bildiramiz. Sizga ko'p rahmat. Rahmat. Unda olsa sizga xayrli akşamlar tilaymiz. Tekrar Allah selamet kılsın. Unda olsa biz hürmetlik inimiz Abdülhamid Qaraqan'la biz bir şey uzatып koymakçı. Tekrar sizge minnettarlığımı bildiriyorum. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, hozir sizlarniki bu ko'rayotganlar Dunyo Qurultiyi tarafidan tasdiqlangan to'g'ri televiziyasiningki naq maydon suhbat programmasi, bugungi suhbat programmamizdan baymaldinglar. Uyg'ur Akademiyasining ijroiya raisi hurmatli Abdulhamid Qaraqan inimiz bilan appaduq nayt muhim temalarni aziz qarindoshlar buningdan keyin mushu ekran orqali sizlar bilan her kundagidek paranglashib, suhbatlashib, muğlashib turamiz va sizlarning suhbatimizga bu yuqorida ko'rinib turgan bu WhatsApp nomeri orqali sizlarni bevosita telefon qilib naq maydonga urinib bizning suhbatimizga aziz qarindoshlar qatnasha olasizlar. Bizningki kelar qatimliq suhbatimiz masalan shanba kuni Germaniya vaqti soat 12da, Turkiya vaqti soat 2da biz Dunyo Qurultiyi tadqiqot markazining raisi Anvar Ahmad apandim bilan bu siyosiy panohlik tilash meselesi hakkında bir tafsili sohbet yapmakçı çünkü halkımızın bunun ihtiyacı var. Bu vakti nurgun bizge telefon kılıp atkan, bu vakti soğuk soravatkan qarindoshlarimiz var. Anvar Ahmet efendim bu vakti maxsus ilmi izlenken ve üzüm ağzı çetellikler idarasida siyasi panohlik tilash idarasida tercümanlık kılıp hizmet kılıp atır. Bu vakti tecrübesi var. Qandaq so'rovlar bo'lsa, shanba kuni saat Germaniya vaqti soat 12da boshlangan bu programmamizga qatnashib telefon orqali bo'lsin. Qanday savollar bo'lsa so'rasanglar, siyosiy panohlik tilash masalasi haqida sizlarga tafsiliy ma'lumot berishga tirishamiz. Aziz qarindoshlar, shanba kuni bu yerda Germaniya vaqti soat 8da va Turkiya vaqti 20da bu yerda bizniki xalqimizga tanilgan bizniki eng asosli, eng aktiv jangi var. Siyasi faaliyetlerimizden biri olan Amerika'daki qadrli Roshan Abbas xanım bilen Uyghur davasının Amerika'daki taraqqiyot ahvoli ve da muhim başka nazım temalarda biz shanba kuni kechda suhbat olib boramiz. Aziz qarindoshlar, shuni bilan bugungi suhbat naq maydon programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishguncha omon bo'ling. Hammanglarga xayrli akşamlar tilayman. Alloh hammamizni salomat qilsin.